Nima sababdan taniqli jurnalist, teleloyihalar prodyuseri birdaniga xalqona psixolog va ayollar yo'lboshchisiga aylandingiz? Ayol nega baxtsiz? Ayol nega jabrdiyda? Nega ayol baxtli? Ana shu narsalarni o'rganganim uchun ham hozir odamlarga gapiradigan gapim bor, chunki juda ham ko'p кейslarim bor. Bu loyihaga sizni fikringiz qanaqa? Qiziq suhbatdoshsiz. Siz tinglashni bilasiz, siz bilan gaplashish qiziqarli. Amira Rashidovani shunaqa sehrli kitobi bor-da, uni o'tirib varaqlasang, albatta o'sha baxt kalitini topasan. Tushundim deydi. Prosta quloq bo'lib berishi kerak ba'zan psixolog. Siz o'zingiz psixologlarga murojaat qilib turasizmi? Deyapman, bu ishi yurishmasin deb qilingan. Qarang deyapti-da, bundan bittasini ochsa ichida soch chiqyapti. Realniy. Siz hayotda o'zi qanaqasiz? Bundoq qilib tirnoqlarim bor. Oyog'im yuradi. Yo, xudoga shukr. Xudoga shukr. Yo, to'g'ri, hammasi yaxshi ekan deydi. Men juda qiziquvchanman. Hattoki nalogdan ham xabaringiz bor. Hamma narsadan xabar. Mahriga geylik, bo'lajak turmush o'rtog'ini mamma narsa bo'lsa red flag, bu shunaqa qizlar ham paydo bo'ldi. Qatta o'qigan ekan, qatni bitirgan ekan, uyi bor ekanmi, alohida yashar ekanmi, bu ekanmi, nima kiyinar ekan, oyog'iga qaraymiz, bu yog'iga, hamma narsasiga qaraymiz. Tushunasiz, biz shartli sevamiz. 23 yil ichida nimalarni o'tmadik, necha marta ajrimga bormaganmiz, qancha janjallar bo'lmagan. Ana o'sha payt ayol ayolligini qilishi kerak. O'zingizga aytmoqchiman, ya'ni sizni formatingizga to'g'ri kelmasligi mumkin bu narsa, lekin hech kimga aytmaganman buni. Ortiqcha vazndan, ya'ni semizlikdan qiynalayotganlar uchun zo'r bir tavsiyam bor. Bu Fitway. Buning ichida 4 xil mahsulot bor. L-karnitin u tanadagi yog'larni eritib, energiya beradi. Fitway OptiBalance tabletkasi bu ishtahani nazorat qilib, ichki gormonlarni tiklashga yordam beradi. Fitway Powerful pista ta'mli kokteyl ichingizga oqsil bo'lib kiradi. Fitway Figu aktiv damlamasi jigaringizni tozalab, ichaklaringizni keraksiz shlaklardan xalos etadi. Juda ko'p tanishlarim va yaqinlarim aynan Fitwayni xarid qilib, natijasini ko'rishgan. Yana bir kichkinagina sirni ochmoqchiman. Fitway kompleksini o'zim ham iste'mol qilishni boshladim va bugungi kunda natijasi juda meni xursand qilib kelmoqda. O'ylaymanki, sizga ham bu juda zo'r natija beradi. Fitway bilan oson ozishni boshlang. Sizni har kuni har xil joyda ko'ramiz, ko'pincha. Va bugun siz biz bilan birga bo'lganingizdan juda xursandman. Rahmat. Rostini aytsam, bu suhbatga mehr bilan tayyorgarchilik ko'rdim va ozgina hayajon ham bor. Rahmat katta. Bilasiz, sizni juda hurmat qilaman. Faoliyatingizni o'sha darakchi paytidan beri, Sug'diyona paytidan beri juda kuzatib boraman. 2004-yil adashmasam, Davron? 2004-2005-yillar o'sha Mustaqillik maydonidagi binoda o'tirardinglar, o'sha yerga kelardim. Siz bilan o'sha paytdan ham suhbatlarimiz hech tez tugamasdi. Shunaqa. Har doim suhbatlarimiz uzun, samimiy bo'lgan va bugun sizni o'zim loyihamda ko'rib turganimdan rosa ham xursandman. Men ham juda ham xursandman. Rahmat taklif uchun. Bilasizmi, mana shu loyihani boshlaganimda sobiq hamkasblaringiz tomonidan iliq fikrlar bo'lmadi. Bu loyihani o'zim olib borayotganligim tarafini ko'pchiligiga shu narsa yoqmadi. Sizni taklif qilganimda siz bu taklifga juda tez rozilik bildirdingiz va bugun keldingiz. Meni qiziqtirgan narsa bu loyihaga sizni fikringiz qanaqa va sizni bugun bu yerda bo'lishingiz ko'proq bizani do'stligimizda rol o'ynadimi yoki rostdan ham shu loyihaga qiziqishingiz bo'lganligi uchun keldingizmi? Birinchi o'rinda siz qiziqsiz. Mana suhbatdosh qiziq bo'lishi kerak-da doim. Kim bilan suhbatlashasan, kim bilan gaplashasan, nima haqida gaplashasan? Aslida odamlar hammamiz qiziqmiz. Har birimizni o'zimizning tariximiz, hikoyamiz bor, gapirib beradigan gaplarimiz bor. Lekin to'lqin bitta bo'lmasa, mana har xil to'lqinda bo'lib qolsak, ana valna bo'ladi-yu, radio valnada, chistota har xil bo'lib qolsa agar bitta gapni aytsam agar, misol uchun siz uni mutlaqo o'zingizni valnangizdan yoki o'zingizni to'lqiningizdan eshitishingiz mumkin. Lekin siz bilan suhbatlashganimizda doim biz bitta to'lqindamiz. Biz birga o'sganmiz, ya'ni men aytmoqchimanki, siz o'zingizning yo'nalishingizda o'sha payt Tarona Records, esimda Tarona studio bo'lardi, boshqa o'sha yulduzlar bilan birgalikda o'sardingiz. Men media tomonidan biz doim siz bilan hayotimiz davomida yonma-yon
o'zimizni pozitsiyalarimizda lider sifatida ketar edikda va har doim siz bilan suhbatlashganda gapiradigan gapimiz bor edi va hozir ham masalan taklif qilganingizda man uchun bu qiziq. Nima uchun? Chunki siz qiziq suhbatdoshsiz. Suhbatdosh sifatida qiziq bo'lmaganingizda qo'ying mana o'tirib gaplashyapmiz shu yerda, shunda o'zi yetarli-ku deb ham boshqacha bo'lib ketishi mumkin edi. To'g'ri. Lekin aynan mana shu qiziqarli suhbatdosh bo'lganingiz uchun ham man aytaman, nimaga yo'q, bajonidil suhbatlashaman, bajonidil gaplashaman. Hayotingiz, bizni biladigan hayotingiz ijtimoiy tarmoqda bundoq kuzatsam, sevimli rafiqasiz, mehribon onasiz, ideal oila. Siz hayotda o'zi qanaqasiz? Qanaqa man hayotda man harakat qilaman, qanaqa bo'lsam shunaqa shu pozitsiyada qolishni, ya'ni maskasiz va shu narsani targ'ib ham qilamanki ayollarga, odamlargaki maskasiz yashanglar. Ya'ni niqoblar odamni charchatadi. Niqob insonni toliqtiradi baribir. Ya'ni sen niqob bilan 1 yil yurishing mumkin, 2 yil, 3 yil mana kezi kelganda yurishing mumkin, lekin bir kun emas bir kun o'sha niqob sinib ketadi, chilparchin bo'ladi. O'shanda odamning asl yuzi namoyon bo'ladi. Agar qalbingni ichida holating boshqa-yu deylik, baxtsizsan, hayotingni ichida deylik o'sha turmush o'rtog'ingdan norozisan yoki oilaviy sharoiting yoki oilaviy holatingdan qanaqadir ichingda norozichilik borda, lekin hayotda o'zingni juda o'ta baxtli, o'ta ideal yoki o'ta boshqa qanaqadir ko'rsatmoqchi bo'lsang, bu seziladi. Bu seziladi, chunki energiyada bu baribir aldov energiyasi bor, qanaqadir soxta energiya bor. Mana shu soxtalikni baribir hech qanaqa samimiylik bera olmaydi deb o'ylayman. Mani hayotimga kelganda man aynan harakat qilaman, aynan mana shu niqobsiz. Ya'ni kayfiyatim bo'lmaganida man Instagramga chiqmayman, masalan, hech qachon chiqmayman. Mani kayfiyatim yo'qmi? Man bu narsani nima deydi, передавать qilishni, odamlarga bu narsani qanaqadir yetkazishni istamayman. Chunki bu mening muammoyim. Har bitta oilada ming zo'r, baxtli deb ko'ringan holatda ham qanaqadir o'sha kemtik tomoni bor har bitta oilada. Va shuning uchun ham ayollarga doim aytamanki, birovning oilasini kuzatganingizda va unga o'ta havas qilib, "Voh, qanaqa zo'r", misol uchun erininki hadeb gul berishlarini yoki boshqasini ko'rib, "Nimaga meniki bermaydi" deyishdan oldin bilinglarki, har bitta oilada sizga havas qiladigan tomonlar bor. Ya'ni o'sha oilani ham sizni eshitganida, "Voy, zo'r ekan, sizga" deydigan tomoni albatta bo'ladi. Siz xuddi bunga qaysidir jihatiga havas qilayotgan bo'lsangiz, uning ham sizga havas qiladigan jihati bor. Ya'ni siz oilangizni qilib qo'ymang, beqadr qilib qo'ymang, qadrsizlantirmang. Birovning hayotini ko'rib, birovning turmush o'rtog'i bilan munosabatini ko'rib, "Meniki yomon ekan, meniki bo'lmas ekan" deb qo'ymang. Ya'ni beqadr qilmang. Gapingizni bo'ldim. Bugun deyarli 50%, 60% yosh qizlar turmushga endi chiqqanlar kimlarnidir hayotini ko'rib, o'zini hayotidan nolib qolyapti-da. Ta'siri bormi deyman, Instagrammi salbiy tarafi shu bo'lsa kerak deb o'ylayman. Bo'lishi mumkin, lekin ular nimani ko'rib havas qilyapti? Misol uchun, men o'zim haqimda aytadigan bo'lsam, men 41 ga kiraman va 41 ga kirgunimgacha bosib o'tgan hayotim, yo'lim, misol uchun turmush o'rtog'im bilan 23 yildan beri birgamiz va 23 yil ichida nimalarni o'tmadik, necha marta ajrimga bormaganmiz, qancha janjallar bo'lmagan, uyda stullarni urib sindirgan paytlari bo'lgan, masalan, hamma vazalarni sindirgan paytlari bo'lgan. Har xil holatda yashab ko'rganmizda, ya'ni bo'lgan, to bir-birimizni tushunganimizgacha, to bir-birimizga tushunib, mana bir-birimizni eshitishni o'rganganimizgacha nimalardan o'tmaganmiz. Va men o'ylayman, bunaqa vaziyat ko'p oilalarda bor. Ya'ni bo'lmagan hech qachon urushmaganmiz degan oilalarga bundoq qarayman. Demak, siz 0,1% siz deyman. Butun dunyo ahlidan 0,1%, 0,01% ham degan bo'lardim. 0,1 ham emas. Ya'ni bu juda noreal va juda ham bo'lmaydigan holatda, ya'ni agar oilada urush bo'lmasa, qanaqasiga biz ikki xil dunyomiz. Erkak va ayol hech qachon misol dunyosi bir xil, hattoki dunyosi bir-biriga o'xshash egizaklar ham qancha bir-biri bilan urushadi kerak bo'lsa, chunki har birimizning o'zimizning haqiqatimiz bor. Har birimizni o'zimizning hayotiy pozitsiyamiz bor va bu normal holat. Ya'ni ozgina urushib turish, qayerdadir ozgina bir oy, 2 oy gaplashmaslik o'rtada, masalan, ana shunaqa narsalar odamga переоценка beradi. Ya'ni qayta baholash, qayta nima deydi, bir kerakmi o'zi shu odam menga, shu odam bilan yashasam baxtli bo'lamanmi degan bir fikrlarni uyg'otadi-da ichida. Shuning uchun ham mana shu qizlarga, ya'ni endi turmushga chiqgan yoki 5 yil, 6 yil yoki 10 yil hech narsa o'zgarmayapti-yu, hayotim o'sha to'xta, o'zing ham harakat qil, duo qil, Xudodan so'rayver.
shu yoningdagi turmush o'rtog'ingni beqadr qilma, o'sha inson uchun har doim duo qilgin va yaxshi tomonini ko'r deyman. Biz ayollar shartli sevamiz, erkak shartsiz sevadi. Erkakni shuning uchun ham hurmat qilish kerak. Erkak bitta sevsa bo'ldi, u joni bilan sevadi. Unga ayolini oliy ma'lumotlimi, diplomi bormi, mashina minadimi, uy sotib olganmi, boshqasi qiziq emas, lekin bizga juda ham qiziq. Qayerda o'qigan ekan, qayerni bitirgan ekan, uyi bor ekanmi, alohida yashar ekanmi, bu ekanmi, nima kiyinar ekan, oyog'iga qaraymiz, bu yog'iga, hamma narsasiga qaraymiz. Tushunasizmi? Biz shartli sevamiz. Va ayollar o'zi ham bu narsani hech qachon bekitmaydi-ku, ya'ni pul bersa sevaman deydi. Shu darajada biz shartli bo'lib ketganmiz-da ayollar, lekin erkak unaqa emas. Shuning uchun ham o'tirib deyapman, o'chir mana bu yeringda moddiy jihatdan, masalan, shu odamni moddiyat tomonidan o'chir, olib tasha va nomoddiy jihatdan shu insonni qanaqa pluslari bor sani hayotingda. Balki u eng zo'r otadir, balki u eng zo'r o'g'ildir, balki u eng zo'r, bilmayman, qanaqadir mehribondir, balki kechasi yotganingda usting ochilib qolsa, ustingni yopib qo'yib bitta o'pib qo'yarsan. Shuni o'zi zo'r emasmi? Shunaqa inson bilan yashashing. Ana shu narsalar ko'zga ko'rinmaydi-da. Ana shu narsalar beqadr bo'ladi-yu, nima? Gul bermaydi, uy olib bermagan yoki uyimni remont qilmayapti, mashina olib bermagan degan moddiyatga berilib, odamni asl qalbini beqadr qilib tashlaymiz. Inson baribir qalbi uchun sevishi kerak va qalbini his qilib bilishi kerak. Har bir mana shu qizlarimiz aynan 5 yil, 6 yilda ajrimga ketayotgan yoki boshqalar qayerdadir qalbini ko'rishni unutib qo'ygan deb o'ylayman. Zo'r. Siz muvaffaqiyatli insonni farzandisiz. Dadangiz media magnat sifatida ko'pchilik taniydi. Bugungi kunda obro'li insonni farzandi bo'lish sizga imkoniyat bo'ldimi yoki mas'uliyatmi? Ko'proq mas'uliyat bo'lsa kerak. Dadam birinchi o'rinda men uchun ustoz va mana hamma bugungi kunda o'sha mediada o'zini yo'lini topgan, o'zini qanaqadir pozitsiyasiga ega bo'lgan matbuot kotiblaridan boshlab to katta o'sha jurnalistlargacha agar dadamni shogirdi bo'lgan bo'lsa agar o'sha yigit qizlar, men doim ularga havas qilganman. Nima uchun? Chunki ularga dadam doim ko'proq shans berardilar. Ya'ni men hech qachon dadamdan jurnalistikani o'rganmaganman. Menda bunaqa imkoniyat bo'lmas edi. Ya'ni dadam uyda dada. Shunchaki uyga keladilar, charchagan, nima ovqat bor, ovqatlarni yeydilar, boshqa kiribman, bo'ldi, uxlayman, charchadim. Lekin kun davomida o'sha yoshlar bilan ishlardilar, o'sha yoshlar bilan televiziyalarni tashkil qilardilar, radiolarni, boshqani. Menga kelganda biladi bu. Bu biladi deganday pozitsiyada edilar-da. Men buni olib qaraganda samouchkaman, ya'ni o'zi o'rgangan bo'ladi-yu, lekin dadamni kuzatgan holatda. Lekin masalan dadam ishlagan, shans bergan, o'stirgan, urushib turgan bolalar, yigitlar, qizlarga misol men doim havas qilardim, chunki ular dadamni mendan ko'proq ko'rishar edi va ko'proq o'rganishar edi ham. Eng zo'r ustoz men uchun shu kishi bo'lganlar. Lekin shu bilan birgalikda juda katta mas'uliyat. Ya'ni har doim shu odamga nisbatan qanaqadir ismiga nisbatan hurmat, familiyaga nisbatan hurmatni saqlab qolish kerak. Doim mana bu yerimda ответственность mas'uliyat turadiki, men bir o'zim emasman. Turmush o'rtog'im, dadam, birinchi o'rinda mana shu ikkita erkakni doim o'ylayman. Mana shu ikkita erkakni obro'siga qanaqadir putur yetkazadigan gap, so'z, xatti-harakat qilishim kerak emas degan narsa mana shu yerimda turadi. Otangizdan olgan eng muhim maslahatni esla olasizmi? Dadamni doim aytadigan bitta zo'r gaplari bor. Ana shu mana shuni quyib berganlar shuni. Hech qachon o'zingda bo'lmagan narsani, mana o'zing yashab o'tmadingmi, o'zing shu narsani qilib ko'rmaganmisan, sani bu narsada tajribang yo'qmi, chiqib boshqalarga aql o'rgatma. Gapirma. Yashab o'tmasang, gapirma. Kerak emas, aldama. Ana shu narsa. Ya'ni aldash deganda qanaqa ma'noda? Mana gapiryapsanmi hozir, deylik, o'sha ayollarga gapiryapsan boshqami? Yashab o'tgan bo'lsang gapir. Yashab o'tmagan bo'lsang osongina gapirma, sen bilmaysan. Ana shu narsa menga har doim gapirayotgan gapimni, fikrimni yaxshilab qayta o'ylashga, qani men shu gapirishga haqqim bormi? Umuman olganda men shu narsani yashab o'tganmanmi? Men aldamayapmanmi shu narsani? Ana shu narsani qilma. Agar shu ishni qilsang, men seni ikki dunyo noroziman deganlar. Agar aldasang, yolg'on ish gapirsang, ya'ni sen o'zingda yo'q narsani bor deb gapirsang, bilmaydigan narsani bilaman deb chiqsang agar,
man sendan noroziman, ana shu narsani hech qachon qilma deganlar. Va yana bitta doimiy dars bo'lgani bu davlatning mulkiga, umuman olganda birovning mulkiga xiyonat qilmaslik. Mana shu narsani dadam juda ham zo'r o'rgatganlar. Ya'ni yema, chorniy buxgalteriya qilib, mana bu sekingina konvertlarda ishlama bunaqa. Hammasini prozrachniy qilib, toza qilib ishla, shundagina ertaga boshingni baland ko'tarib yura olasan deb aytardilar. Doim aytadilar shu narsani. Hayotingiz davomida dadangiz ochib bergan ko'p eshiklar bo'lgan. Har xil bo'lishi mumkin ular. Siz u eshiklarga kirib, natija ko'rsatishingiz uchun sizdan nima talab qilingan? Masalan, Ijtimoiy hayotingizdami yoki professional media sohasidami qanaqadir eshiklar ochilganda siz u yoqqa kirib, natija ko'rsatishingiz uchun sizdan nimadir talab qilinganmi? Adayingiz oldida. Men shuni qilishim kerak, bo'ldi. Planka, o'sha planka deyiladimi, qanaqadir sizdan natija kutilganmi o'zi? Sevimli telekanaliga o'tayotganimda, Karavan telekanali edi boshida. Shu kanalni olgin, shu kanalni juda xarob bo'lib yotibdi, juda katta pul ketyapti, pul ishlamayapti, yopish kerak desa, jalka shuncha litsenziya olindi, shuni qo'yib ber deganlarda men aytganmanki, yo'q, men bilmayman, men televizionchik emasman, hech qachon televiziyada ishlamayman, gazetadan chiqqan odamman, gazetani bilaman, lekin buni strukturasini bilmayman. Bu bir xil, shunchaki bu boshqacha ozgina, shunga qaragin, menga yordam ber, men vaqtim bo'lmayapti, qarash deganlarida, o'shanda men aytganmanki, agar mendan nimanidir kutmasangiz, kutuvsiz bo'lsa va agar ertaga o'xshamasa, agar men ertaga eplamading degan narsa menga qo'yilmasa agar, men harakat qilib ko'raman degan. Lekin har doim harakat qilganimda shu narsani 100% mana qo'limdan keladigan 100% kuchni beraman, lekin natijasi menga bog'liq emas. Natijasiga juda ko'p narsa, ko'p omil bog'liq. Agar Xudo xohlasa, Xudoni istagi shu bo'lsa, agargina bo'ladi. Meni qo'limdan, mendan kutmayman, lekin harakat qilaman degan joyda aynan mana shu telekanalga sekin asta boshlaganmiz. Boshqa juda ham qiyin bo'lgan boshida, misol uchun, chunki mana bu yerda mas'uliyat turibdi, kutyaptilar nimadir. Какой-то moment men shu narsani tushunganmanki, to'xta, yo'q. Men hozir hammaga mana shu narsani aytmoqchimanki, birov uchun harakat qilish kerak emas. Birovga natija ko'rsatish uchun harakat qilsangiz agar, shunaqa 100% harakat qilishni boshlaysizki, o'zingizni kuchingiz ketadi-da va emotsional toliqish shundan paydo bo'ladi. Emotsional toliqishga biz ko'p paytda e'tibor bermaymiz, lekin aynan o'sha ishidan bezillash, ishiga nisbatan befarqlik, ishidan nafratlanish darajasigacha olib keladigan holat bu odamning ichida. U qachon bo'ladi? Qachonki isbot pozitsiyasida yashasa-da odam. Biz isbotlaymiz kimga? Yo qaysidir o'sha yaqinimizga, yoki deylik o'sha dadamizga, onamizga, erimizga, kimgadir isbotlash uchun qilamiz-ku ko'p payt, yo qaysidir o'rtog'imizga, yana nimadir. Mana shu isbot pozitsiyasida qilingan hamma xatti-harakatda odam oxir oqibat kuyadi, kul bo'ladi. Ana shunaqa narsa. Men qaysidir joyda shu narsani tushunganman. Men hozir nima uchun bunaqa charchab toliqyapman, shunaqa bezilib qoldimki, ishim desa agar qochib ketsam, qayergadir yo'q bo'lib ketsam, qanaqadir junglelarning orasiga kirib ketsam, meni hech kim topmasa degan darajagacha borganman-da. Juda ko'p mas'uliyatni o'zimni yuk qilib bo'ynimga olganman-da, o'sha yuk bilan ketyapman. Hamma yukni sekin asta olib tashlab, yo'q, men hech kimga, hech narsaga majbur emasman. Qo'limdan kelganini qilaman, u yog'i Xudodan degan formaga o'tgandan keyin hammasi oson bo'lib ketgan qaytanga. Chunki aynan shu isbotlash pozitsiyasida ko'p paytda bilasizmi, biz Xudoning roliga kirib qolamizda. Ya'ni o'zimiz men qilishim kerak, meni qo'limda, mendan natija chiqishi kerak, men eplashim kerak degan narsa. Ana shu yerda to'xta, senga bog'liq emas, Xudoga bog'liq. Xudoni unutmagin, bo'ldi. Xudo xohlasa bo'ladi, men harakatimni qilaman, lekin u yog'i Allohdan degan pozitsiyaga o'tganingizda va oson yashashni boshlar ekansiz, qanaqadir yengilroq bo'lar ekan. Aynan mana shu savolingizga javobim, bilmadim, men to'g'ri javob tushundimmi savolingizni yoki yo'qmi, lekin aynan mana shu kanal misolida, telekanal misolida shunaqa bo'lgan. Ya'ni bilmagan ishimni qilib ko'rib, natijaga chiqdik, boshqa bo'ldi, lekin oxir oqibat baribir emotsional toliqishga duch keldim. Buni ham tan olishim kerak. Mana savol mana shu narsaga o'zi bog'lanyapti-da. Men bunga duch keldim. Men o'zimni ishimni juda yomon ko'rib ketdim, hattoki. Bilasizmi, qachon bu narsani qanaqa his qilsa bo'ladi? Mana ertalab uyg'onganingizda, ishga borishim kerak degan holat bo'ldimi? Bu juda ham oxirgi signal. Birinchi emas, oxirgi signal. Ana shu narsa bo'ldimi, odam shu yerda to'xtashi kerak. To'xtab, bitta перезагрузка qilib, kerak bo'lsa boshqa ish qilib ko'rib, shu ishini qayta sog'inmagunigacha u yoqqa qaytishi kerak emas ekan. Ana shu emotsional toliqishni
eng o'sha cho'qqisini his qilgan paytim bo'lganda uyimga boray, hech narsa qilgim, mana shunaqa payt juda xavfli bo'ladi. Odam o'zidan hattoki qo'rqadiki, hech narsa qilgim kelmayapti, yaxshi ko'rgan ishimdan yomon ko'rib qoldim, nima qilishni bilmayman, prosta uyda o'tirgim kelyapti. Bu zo'r. Bu zo'r. Hozir hammaga aytmoqchimanda. Mana masalan shunaqa holatga tushgan ayollar meni kuzatayotgan bo'lsa yoki bilmadim erkaklar kuzatayotgan bo'lsa, bundan qo'rqish kerak emas. Bu zo'r holat. Dam berish kerak. 5 yil tinimsiz ishlagan, 24 ga 7, 365 kun damsiz, hech narsasiz ishlagan odam uchun tasavvur qiling, 8 oy uyda o'tiribsan, hech narsa qilmayapsan. Umuman hamma narsa o'zini aktualligini yo'qotdi. Sen uchun qachondir muhim bo'lgan reyting ham muhim bo'lmay qoldi. Telekanallar ham muhim bo'lmay qoldi. Odamlar ham kim ishga kelyapti, kim ishga ketyapti, kim arizasini yozdi, yozaversin. Butun dunyoga svoboda berar ekansizda, o'zingizga erkinlik berganingizdan keyin hammaga shu erkinlikni berar ekansiz. Umuman ahamiyatsiz bo'lib qolgan narsalar bo'ldi. O'shanda tushunasizki, переоценка bo'ladi. Va shunaqa qilib o'shandan sekin shu pozitsiyaga o'tib, shunaqa qilib umuman boshqa yo'nalishga o'tib ketdim. Axborot media maydonida sizni dadangiz juda katta loyihalar bilan har doim mashg'ul. Turmush o'rtog'ingiz katta bir telekanalni rahbari. Siz o'zingiz xalqqa nazarida har doim ko'p ko'ramiz. Lekin shu bir jarayonda zimdan kuzatib, monitoring qiladigan yana bir inson bor. Onangiz. Ular haqida aytib bersangiz. Ayam shunaqa zo'r liderlik qobiliyatlari borki, lekin u narsani hech qachon namoyon qilmaganlar, ochilmagan. Qirralari juda ham ko'p ayamni. Qaytanki aytyapmanki, ayam bir umr orzu qilgan hayotlarni endi yashayaptilar deyman. Ya'ni ferma ochganlar hozir, misol uchun har xil tovuqlar olib kelgan, bu sirkami bir valo deydilar. Bu deydilar afrikanskiy pituh, bu marokanskiy bir nima. Voy, men buni qara, to'xta, men buni ko'r. Qo'ychalari bor, har xil paroda, uzun dumli qo'ychalari bor, boshqa. Shunaqa mazza qilyaptilar. 7 gektar yerlari bor. O'sha 7 gektar yerlarda teplitsa qilganlar, zelin ekadilar, petrushka ekadilar, o'sha yerda yuradilar, mollari bor, 1000 xil o'sha tovuqlari bor, boshqa hammasi tuxum beradi, inkubatorga qo'yadilar, qara yangisi chiqdi deb o'tadilar. Hozir ayamga bundoq qarayapman, bir umr qanaqa qilib aya uyda o'tirgan ekansiz deymanda, bir umr uyda qanaqa qilib o'tirman, o'zimga o'zim hayronman deydilar. Ya'ni hozir otilib chiqdingiz aya deymanda, haqiqatda otilib chiqdilar. Ya'ni hozir o'zlarini yaxshi ko'radigan ishlari bilan bandlar, o'sha 7 gektar yerlarga qaraydilar, ishchilari bor. Falonchi, bunga don bermadinglar-ku deb yuradilar-da. Mana ferma, hayvonchalar, boshqa ana shundan mazza qiladilar. Men o'ylaymanki, agar bir 5 yil oldingi Amira bo'lganimda bu narsadan uyalardim deb o'ylayman. Nimaga? Chunki qanaqasiga biz media sohasidagi odamlarmiz, hammamiz qanaqadir nima endi fermaga kuningiz qolganmi, aya bitta endi fermerlik qilganingiz qoldi degan bo'lardim. Lekin hozir emas. Hozir ayamni ko'zlari yonib turganini ko'rib, men qaytangi mazza qilyapman. Ya'ni shu yerda tushunyapmanki, bitta oilada umuman har xil yo'nalishda, har xil qiziqishi bor odamlar shunisi bilan qiziq dunyo deb o'ylayman. Mana onangiz sizni kuzatib turadilarmi? Instagramlaringizni Amira, Mamitda mana bu narsa menga yoqmadi, bu yerda noto'g'ri gapirding, ayol kishiga bunaqa gapirish to'g'ri kelmaydi deb. Yo'q, hech qachon. Demaylar? Yo'q, u kishi doim men tomonlar. Har doim. Har doim. Onangizdan olgan eng zo'r maslahatingiz qanaqa bo'lgan? Kamtarona bo'l. Ana shu narsani o'rgatgan. Dadangni nomi bilan hech qachon foydalanma. Dadang qilgan yutuqlar u dadayniki, saniki emas. Sen birinchi shunaqa bo'lib olgin o'zing. O'shanda maqtanasan. Kerilma, maqtanma. Saniki emas bu. Bu yutuqlar saniki emas. Bu dadangni qilgan hamma ishi bu dadayniki. Senga taalluqli emas. Sen o'zing qachonki shu narsaga erishsang, o'shanda gapirasan. Hozir bunga gapirishga haqqing yo'q. Ana shu narsa bilan faqat og'zimni yopib qo'yardilar. Doim nimadir dadamlama. Birinchi o'zing eplagin, o'zingniki bo'lsin, keyin gapirasan. Dadamlama. Shuning uchun men hech qachon hech qayerda dadam deb chiqmaganman. Ana shu narsani o'rgatganlar. Mana qarang Amira, bilasizmi, bugungi kungacha yana bitta narsa juda ko'p обсуждение bo'lyapti. O'ylashimcha bu narsa oxirgi 3-4 yil trendga chiqayotgan narsa. Bolalik travmalari. Siz nima deb o'ylaysiz? Bizani mana siz bilan bizani pokoleniyamiz plus minus bir xilmiz-ku. Biz eng ko'p travma olgan farzandlar hisoblanamizmi? Bilasizmi, bunga qanaqa qarashingizga bog'liq. Agar bu narsaga travmadek qarasangiz, agar kimsiz? Jabrdiydasiz, bechorasiz. Demak, o'zingizdan kim yasayapsiz? Jabrdiydan men travma olgan, meni dadam shunaqa qilgan, meni onam shunaqa qilgan. Xo'p, o'shanda bular ota-onalikni maktabi bo'lmagan,
hech kim super ota bo'lib dunyoga kelmagan, super ona bo'lib kelmagan. Ular ham o'zini ota-onasidan o'rganganini bolasiga qilgan, bilib qilgan, bilmay qilgan, misol uchun urganmi, boshqa qilganmi, bo'ldi. Bilganicha yashagan, ya'ni o'zi eplaganigacha mana bolani tarbiyalash metodi va usuli shu deb o'ylagan. Lekin senda tanlov bor-ku. Sanda tanlov hozir bor-ku, hayotingni hozir o'zgartirishing mumkin-ku. Menda travma deb yashamasdan yoki o'sha narsani ko'tarib yurmasdan. Ota-onam mana dunyodagi eng zo'r ota-ona bilganicha menga tarbiya bergan, eplaganigacha qilgan, rahmat shu uchun. U yog'ini bugun, hozir men o'zgartirish, hayotimni to'g'rilash, hayotimni yaxshilash uchun qo'limda hamma narsa bor. Hozir men erkinman-ku, hozir buni eplay olaman-ku deb pozitsiyani shu tomondan ответственность, ya'ni mas'uliyat bo'yniga olish mumkin-ku. Bizda oson-ku kimnidir ayblab yashash. Shuning uchun travma masalasida men juda jo'stki gapiraman ayollarga. Qanaqa travma deyman? Qanaqa travma, nima deyapsizlar deyman. Hozir sen erkinsan, yoshing katta ayolsan, o'zingni qo'liga ol. O'zingni epla, o'qi, rivojlan, qo'lingdan keladi-ku, nima qilasan? Eski narsani ko'tarib, o'sha narsani aylantirib yashab. Shunaqa deb o'ylayman. Farzandlaringizga qanaqa onasiz? Bir marta o'g'lim aytdiki, men so'radim, sizlarni детский travma, bolalik travmalar bormi desam, menda bor dedi. 23 yoshida u hozir. Qani nima ekan desa, kulib gapirdi. Siz meni bir marta basseynda unutgansiz dedi. Keyin aytdim, nima qilganman? Qarang, men bolamni basseynda esimdan chiqarganimni eslolmadim. Davron, eslolmadim. Siz dedi, basseynga borganman dedi. Basseyn 1 soatdan keyin orqamdan kelishingiz kerak bo'lganda, siz kelmagansiz dedi. Men kechgacha o'sha yerda o'tirganman. Shu o'tirib o'yladim, qachon bu bo'lgan, qachon men eslolmadim. Chunki men uchun balki endi bola eslagandan keyin bo'lgandir, men eslolmadim. Savlat, ular agar eslolmayapman dedim-da. Вот видите, siz eslamaysiz, men eslab qolaman. Mana nima degani travma? Mana nima travma? Travma ota-oning uchun norma bo'lgan holat. Sen uchun travma, sen uchun impossible bo'lgan, sen uchun noreal. Lekin ota-ona uchun norma. Ya'ni men o'zimni o'sha payt oqlagandirmanki, menga travma bo'lmagan yoki esimdan vijdon azobi menda qolmaganki, ishim ko'payib ketdi. Shuning uchun esimdan chiqdi. Hech narsa emas. Anonisi bilan trener bilan o'tiribdi-yu, ko'chada qolmabdi-yu deb olib kelgandirman. Keyin esimda qolmagan shu narsa. Lekin uni eslash narsa qolgan ekan. Keyin aytdimki, hech qachon kechirim so'rash kech emas. Savi kechir meni dedim. Men garchi esimda bo'lmasa ham shu holat, lekin meni kechir, shunaqa mas'uliyatsiz ona bo'lganim uchun deb aytganman. G'amxo'r ona emasman va bolalarimga nisbatan o'ta mana shu anoni berib bo'lganman, erkinlikni. Bugungi kunda bizda giperopeka kuchayib ketgan. Farzandlarni opekachi qilish, chunki ommaviy axborot ham o'zini ta'sirini o'tkazib qo'ydi-da. Har kuni o'qiysiz, bu bunaqa bo'pti, bu yoqqa bu bo'pti, bunaqa. Shuning uchun farzandlarga bo'lgan qanaqadir shu opekangiz yanada kuchayib ketadi. Biz Pragada yashaganimizda ingliz maktabini qidirganmiz. Ingliz maktabi butun Pragada bitta dona bo'lganda, o'sha bizni uyimizdan 25 kilometr uzoqlikda bo'lgan. Har kuni ertalab bolalarim 8:30da o'qishga borishi uchun soat 6:10da uydan chiqib ketishi kerak edi. Shunaqa uzoq yo'lda, ya'ni bitta transport yetib bormaydigan yo'l. 6:10da va 7:10da avtobus kelardi. Uyimiz oldidan o'tib ketadigan avtobus 8:10. Savat 10 yoshda. Sinisi maktabga boradi, 2-klass edi, ukasi bog'chaga boradi, hammasi bitta joyda. Chiqardi ertalab, biz ketdik. Bo'ldi, yaxshi boringlar, ehtiyot bo'linglar. Chiqib ketardi. Sovuq, yana Praga shunaqa quyosh chiqmaydigan anoda shaharda. Chiqardi, turadi, anunda avtobus keladi, telefon qiladi. Biz avtobusga o'tirdik, juda yaxshi. Ketdi. 7 ta ostanovkadan keyin biz avtobusdan tushdik, metroga tushyapmiz. Keyin metroga tushardi. Metrodan 18 ostanovka yurardi. 18 ta ostanovkadan chiqib biz metrodan chiqdik, yaxshi. Undan keyin tramvayga o'tiradi, yana 3 ostanovka yuradi, undan keyin piyoda. Ya'ni katta ko'chalarni o'tishi kerak edi. Mana shunaqa qilib 2 yil o'qigan. Men misol uchun bularni maktabga maktabdan olib kelib bo'lmagan. O'zi borardi, o'zi kelardi. Har ertalab ana kichkinasi bormayman deb boshlasa, 25 kron qo'liga pul, men bunga pitsa olasan, xo'pmi? Xo'p. Bitta o'sha unga motivatsiya edi borishga, jimgina borasan, akangni yana qildirma, xo'p. Kelasini olib borardi. 10 yosh, hozir o'ylasam, 10 yoshda shunaqa qilgan ekanmiz. 25 kilometr uzoqlikda qo'lida bitta telefon, knopочный telefon, unaqa svязь ham yo'q, boshqa ham yo'q. Telegramda tam mana oyi falon yoki tam lokatsiyasini kuzatish bo'lmagan unaqa sharoit. Lekin ishonch bo'lgan. Ishonch bo'lgan, ya'ni bilamanki, Xudo o'zi qiladi, ehtiyot qiladi. Allohga omonat sizlar degan eng chiroyli so'z bor-ku. Allohga omonat degan niyat bilan bolani katta qilish kerak deb o'ylayman. Nima sababdan taniqli jurnalist, teleloyihalar prodyuseri
birdaniga xalqona psixolog va ayollar yo'lboshchisiga aylandingiz. Man psixolog emasman. Hech qachon bu yo'nalishga da'vogarlik ham qilmayman. Qancha misol uchun konsultatsiya deb so'rashadi, boshqa yo'q. Man psixologik bilimga egaman, psixologik diplomga egaman. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Psixologlar assotsiatsiyasi a'zosiman, lekin hech qachon o'zimni psixolog sifatida tanishtirmayman va bu yo'nalishga da'vogarligim yo'q. Shunchaki har doim hayotim davomida man ayollar bilan ishlaganman. O'sha hayotimdagi o'sha Sug'diyona gazetasini birinchi ayollar gazetasi deb ochganmiz. O'zbekistondagi eng adadi yuqori bo'lgan ayollar gazetasi bo'lgan. 90 ming edi o'sha payt. 90 ming, 100 minggacha chiqgan paytlar bo'lgan. Har hafta ayollar bizni kutar edi. Men ayollar bilan doim ishlaganman. Men ayollarni yaxshi ko'raman. Ayollarni o'sishini, rivojlanishini istayman. Chunki bitta narsaga ishonaman. Agar ayol o'ssa, agar ayol rivojlansa, jamiyat o'sadi. Erkakka bog'liq emas bu. Bu ayolga bog'liq. Chunki uydagi erkakni, ya'ni bo'lajak erkakni ayol tarbiyalaydi. Siz hozir misol uchun ishda bo'lishingiz mumkin, lekin ayolingiz uyda 4 ta bolangizni hozir katta qilyapti, tushunyapsiz? Qizlarni ham, o'g'illarni ham ona katta qiladi. Agar ona salohiyatli, aqlli, farosatli, har tomonlama rivojlangan bo'lsa, agar u to'g'ri mana jamiyatga ertangi jamiyatga haqiqatda kerakli farzandni, foydali insonni tarbiya qila oladi. Shuning uchun ham biz ayollar bilan ko'proq ishlashni istayman va xohlayman. Aynan ayollarga o'zingni ustingda ishla, rivojlan, hadeb janjallashma, mayda-chuyda gaplarga berilma, dedilarga berilib ketma, qaynona, qaynsingil falon pisondan ko'taril bundan. Teparoq bo'lgin. Ongni rivojlantir, o'qi, rivojlan, zo'r bo'lgin, chunki sen bolalaring uchun namunasan. Ayol oilada ham o'zini o'rniga ega bo'lishi kerak. Kamiga rozi bo'lishi kerak emas. Yomon munosabatga rozi bo'lishi kerak emas. Yomon munosabatga rozi bo'lib yashayaptimi, bolalari buni ko'ryapti. Bolalari uchun ham o'zini pozitsiyasiga ega bo'lishi kerak deb o'ylayman. Hozir savolimni boshiga qaytadigan bo'lsak, demak, sizda mana shu ayollar bilan ishlash, hozir shuncha aytib o'tgan narsalaringiz Sug'diyona paytdan boshlanganmi? Xuddi shunaqa. Sizda o'sha payt shunaqa fikr bo'lganmi? Mana 10 yildan keyin jurnalistikani chetroqga surib qo'yib, mana shunaqa katta bir ayollar bilan ishlaydigan loyihalarni yo'lboshchisi bo'laman degan fikr bo'lganmi yoki bu qayerdan o'sha fikr bittada paydo bo'lib yoki bittada bo'lmagan? O'sha payt Sug'diyona gazetasi bo'lganida meni Sug'diyona klubim bo'lardi, ayollar klubim. Bu offline bo'lardi, ya'ni ayollar kelardi, biz ularga bo'yanishni, sochiga qarash, psixologik darslar, spesial eng zo'r ekspertlarni yig'ganmiz. Kichkinagina joyimiz bo'lardi, 3 xonali ofisimiz. Ana o'sha yerda Sug'diyona ayollar klubini ochganman. Birinchi o'sha klub, hali ham Facebookda stranichkasi qayerdadir bor uni. O'shani tashkillashtirganman. Ya'ni gazetani qilyapman, keyin bundan tashqari televideniyada birinchi o'sha Parvoz zavqi degan loyiham, birinchi meni loyiham Parvoz zavqi ayollar haqida edi. Ya'ni men hurmat qilgan, men sevgan, men uchun ideal bo'lgan, ya'ni o'sha nima deydi, o'xshashga harakat qiladigan har bitta ayol yoki mana o'sib kelayotgan bolalar bilishi shart bo'lgan ayollarni 24 ta ayolni yig'ib, o'sha ayollar haqida mana O'zbekiston xizmat ko'rsatgan va xalq artistlari o'sha ayollarni To'ti Yusuf va Rixso Ibrohimov va Kumush Razzoq va Nasiba Abdullayevalar haqida dokumentalniy filmlar qilganmiz-da, ya'ni o'sha hujjatli filmlar. Klara Jalilova, ulardan hozir 50% bu olamda yo'q, o'tib ketishdi, lekin bizda o'sha arxivlar qoldi. Bizda o'sha ayollarni o'zini hayotini gapirib berish, o'zini shaxs sifatida qanaqa shaxs bo'lgani, становление личности deydi-yu, o'sha to shaxs bo'lgunigacha bo'lgan davrni gapirib bergan, masalan, efirlari bo'lgan ko'rsatuvlari. Bu Abdullajon bo'ldi-da, Musoqov chaqirib, "To'tipa, ana yoqqa yurib boqing, keyin bu yoqqa yurib boqing, bitta ikkita o'rischa gapiring" dedilar. Yo, shu bilan bir ikkita o'rischa gapirdik, keyin ssenariyni qo'lga berib, "O, mальчик, где твоя мама?" degan iboralari bor edi, ularni gapirdim. Bo'ptilarda 2 kundan keyin syomka dedilar. Syomka To'ytepada bo'ldi. Bordik, shu syomkada mana shu ishlar bo'ldi. Keyin Abdullajon, ana undan keyin Sevimli hayotimga kirib kelganidan keyin televideniya, Sevimli ham ayollar telekanali edi boshida. Ya'ni pozitsionirovание, pozitsiyada kimsan, kim uchunsan deganda hech bir telekanal yoki hech bir brend, misol uchun biz hamma uchunmiz deya olmaydi. Baribir sana auditoriyang bo'lishi kerak. O'shanda menga savol berilganda, sana auditoriyang kim deganda men ayollar deganman. Chunki uyda pult kimni qo'lida? Ayolning qo'lida, kunduzi.
tushunyapsiz? Shuning uchun kunduzgi efir faqat ayollar uchun bo'lishi kerak deganmanda va ayollar uchun rosa ko'p ko'rsatuvlar tayyorlaganmiz. O'shandagi zirapcha bormi, mening qaynam general bormi, boshqami, qancha reality ko'rsatuvlar aynan ayollar uchun bo'lgan. Shuning uchun mani hayotim davomida man doim ayollar bilan ishlaganman. Hech qachon misol uchun erkaklarga yoki tam bolalarga yoki boshqa yo'nalishda emas. Yo'q, men ayollar ekspertiman. Ayollar bilan ishlab, ularning dunyoqarashini bilganim uchun ham motivatsiya berish yoki hozir aytyapsiz-ku, ayollar yo'lboshchisi sifatida chiqishga asosim bor. Ya'ni shunchaki o'zimdan o'zim bu Bagaj rolga katta. bu shunchaki kelib qolmadim bu yerga. Ya'ni o'sha So'g'diyonadagi yoki Sevimlidagi yoki klubimdagi yoki boshqa yo'nalishlardagi ayollar bilan doimiy ishlash jarayonida ayol psixologiyasini, ayol nega baxtsiz, ayol nega jabrdiyda, nega ayol baxtli, ana shu narsalarni o'rganganim uchun ham hozir odamlarga gapiradigan gapim bor, chunki juda ham ko'p keyslarim bor. Bugungi kundagi qizlar, ayollarni fikrida Amira Rashidovani shunaqa sehrli kitobi bor-da. Uni o'tirib varaqlasang, albatta baxtni kalitini topasan degan fikr sir emas. O'zimni yaqin qarindosh urug'imda ham shu gapni ko'p eshitaman-da. Shu Amira Rashidovani shu sehrli kitobchasi bor, o'tirib varaqlasang, albatta o'sha baxt kalitini topasan. Siz o'ylab topgan loyihalar haqida gap ketyapti. Ularning natijasi o'zi qanaqa bugungi kunda? 4 yil davomida biz ayollarni munosabat o'zi bilan avvalambor birinchi o'rinda o'zi bilan munosabat, turmush o'rtog'i bilan munosabat, farzandi bilan munosabat, o'ziga bo'lgan bahosi, umuman ekspert sifatida qanaqa pozitsiyaga ega hayotda yoki jamiyatda degan yo'nalishda juda ham ko'p har xil kurslar yaratdik-da va o'sha kurslarda men doim prodyuser rolida edim. Gapiradigan gapim bor, motivatsiya beradigan misol uchun mavzularim bor, lekin psixolog sifatida emas. Shunchaki o'zimning hayotiy tajribamdan kelib chiqib. Lekin men nima qildim? Men butun o'sha O'zbekistondagi eng zo'r, eng kuchli ekspert, diplomi bor, haqiqatda bilimiga men o'zim ishongan odamlarni yig'ib, aynan o'sha odamlardan mana shu kursni yaratishga yordam so'raganman. Keling birgalikda qilamiz shu narsani deb. Shuning uchun bizning kursimizda misol uchun 10 ta, 15 ta, 20 talab ekspertlar qatnashgan. Bizning kursimizda shuning uchun ayollar o'qiganida bitta misol uchun mani gapim yoki bitta buni gap emas, balki o'sha 10 ta yoki 15 ekspertlarning gapidan o'ziga kerakli xulosani olgan. Bilmadim, kimgadir yordam bergandir, kimgadir yordam bermagandir. Odamlarni o'zi aytishi kerak bu narsani. Men bu narsaga baho bera olmayman. Shu joyda aytmoqchimanki, kurs sotib olish shart emas, Davron, shart emas. Agar o'saman degan ayol, pulimiz yo'q, nima qilishimiz kerak deydigan ayollarga qarang, YouTube platformada qancha ko'p zo'r narsalar bor. Misol uchun, har bitta ekspertni eshitib, 1,5 soat, 2 soatni ichida qancha dars olsa bo'ladi. Buning uchun albatta pulim yo'q-da, shuning uchun o'sa olmayman, rivojlanmayman. Bu bahona. O'saman, rivojlanaman degan ayol bittagina qaysidir podkastdan bir olam dunyo, bir olam bilim, motivatsiya olishi mumkin deb o'ylayman. Shuning uchun ayol doim o'sishi kerak, rivojlanishi kerak, o'zini ustida doim ishlashi kerak. Sizni loyihalaringiz Qizil pomada va yaqinda adashmasam 1 yil bo'ldi, A-klub tuzdingiz. Biza sferamiz bariga ham to'qnashadigan joylari juda ko'p. Bir-birimiz haqida. Endi men juda qiziquvchanman hammani ijodini yoki loyihasini, nima bo'lyapti, qanaqa bo'lyapti. Va bilaman, shu 3 yil davomida Qizil pomada va A-klub loyihalaringiz juda bir mega sotuvga sotuv bo'ldi, mega sotuv va yaxshigina daromad ham topdingiz bundan. Va bu ochiq istochniklardan olgan unaqa informatsiya va u narsaga nalog ham to'landi. Albatta. Xabarim bor. Albatta. Lekin meni bilasizmi savolim qanaqa? Hattoki nalogdan ham xabaringiz bor. Hamma narsadan xabarim. Налоговыйda ham spravkacha yig'ganmisiz deyman-a. Скажите, пожалуйста, Amira Rashidova necha pul nalog to'lagan? Ko'rganimizda men hayratga qolganman. Молодец, super deganman. Lekin meni hozirgi savolim bilasizmi nima? Har doim qanaqadir o'zim loyiha boshlaymanmi yoki masalan intervyuga chaqiramanmi, Instagramda post qo'yamanmi, birinchi navbatda menda "не навреди" degan narsa bor-da, salbiy ta'sir ko'rsatib qo'ymagan. Masalan, oilam bilan ko'p rasm qo'yib yuborsam, bilaman atrofimdagi do'stlarim, kursdoshlarim kimlardir shu narsani o'ziga позволять qilolmaydi, qo'y, uni xotini meni kuzatadi yoki nimadirlar deb qilaman. Siz mana shu loyihalarni qilayotganingizda o'zingizda хотя бы qanaqadir 0,01% bo'lsa ham qo'rquv bo'lganmi? Shu kursim kimgadir salbiy ta'sir ko'rsatib qo'yish ehtimoli bor degan. Salbiy ta'sir emas, lekin har bitta boshlayotgan loyihamda doim qo'rqaman. O'tiramanda, men hozir bu qo'rquv nima haqida deyman-da, ya'ni nima haqida? Ko'proq bilasizmi, mana har bitta qo'rquv, mana biz buni umumiylashtirib qo'rqaman deb ayta olamiz-da, lekin bu qo'rquv haqida emas, bunni olib qarasa. Qo'rquvni tagida juda ham ko'p uni
ochib beradigan sabablari bor. Bu qo'rquv nima haqida deb so'raganda, uyalib qolish, sharmanda bo'lish, ertaga odam kelmasa-chi, hech kim olmasa-chi, sanga deylik yoki ertaga olgan odam norozi bo'lsa-chi degan xavotir haqida. Qo'rqyapman, men o'zimga aytyapman, nimadan bu? Bu xavotir, nimani xavotir? O'xshamasa-chi, bo'lmasa-chi, kelmasa-chi degan xavotir doim bo'lgan. Lekin bitta narsani bilardim. Alloh agar shu xayrli bo'lsa, kim uchun shu narsa kerak bo'lsa va kim uchun shu foydali bo'lsa, o'sha odam kelsin. Faqatgina Xudodan, Allohdan to'g'ri yo'lni, xayrlisini so'rash kerak. O'zi to'g'rilab beradi. Shuning uchun rozi bo'lishni so'rayman doim. Rozi bo'lib kelsin shu odamlar. Va birortasi agar men noroziman desa, oxirida hech qachon qarab o'tirmayman. Doim pulini qaytarib beraman. Norozi bo'lsangiz oling pulingizni. Chunki menga u tatmaydi. Qaytangi butun barakamni yeb qo'yadi. Sizni bugungi loyihalaringiz o'sha baxtli yashash sirlarini o'rgatadi. Siz nima deb o'ylaysiz? Bugungi kunda ayol va yosh qizlar bu loyihalaringizda o'qib, o'ziga kerakli bo'lgan ma'lumotni olish majburli joyi bormi? Они должны это вот сегодня, у них есть нехватка этой информации, то, что у вас вот там в этих проектах? Buni olib qaraganda, menda o'qishi kerak yoki nimadir olishi kerak degan narsa yo'q. Yo'q, shunchaki o'qi, rivojlan, farqi yo'q qayerda. Kitobdami, qaysidir odamni eshitibmi, televizordami, farqi yo'q, rivojlan. O'tirib olib kun davomida faqat serial ko'rma, rivojlanmaysan yoki bilmayman, Instagramda faqat scrolling qilib o'tirsang, rivojlanmaysan, bu senga plusga ishlamaydi. Chunki buni olib qarasa, Instagramda hech qachon odamlar o'zini baxtsiz holatini ko'rsatmaydi. Hech qachon hamma maqtangisi keladi. Instagram shunaqa platforma, ya'ni u o'zini yaxshi hayoti, qanaqadir omadi, natijalari bilan bo'lishgisi keladigan platforma va uni ikkita tomondan ko'rish mumkin. Bittasi hasad ko'zi bilan, bittasi motivatsiya ko'zi bilan ko'rish mumkin. Biz odammiz va har birimiz o'zimizga xosligimiz bor. Kimgadir yoqamiz, kimgadir yoqmaymiz va odamlarga tanlov huquqi bor. Shuning uchun ham o'ziga yoqadigan, mana kimni havas qilsa, kimga o'xshashni istasa agar, ana o'sha odamlarni kuzatishi kerak. Qaysidir o'sha avtoritet deb o'ylagan odamingni oldiga borib eshigini taqillatib ko'r, so'rab ko'r, maylimi degan. Nimasi noto'g'ri, nimasi yomon? Yo'q deydimi, haydab boradimi, uradimi? Nima bo'lishi mumkin? O'ylab ko'rsin odam, nima? Xo'p, haydab borsa haydadi, ikkinchi marta yana kelasan. Zato bu seni istagingga, mana o'zing maqsad qo'ygan narsangga yetishasan. Qancha masalan omadli, muvaffaqiyatli odamlarni nima omadli qilgan degan savolni berganingizda nima bergan? Aynan mana shu nima deydi, настойчивость. Настойчивость, опыт. Да. Второй раз уже ikkinchi marta borgan. Настойчивость, doimiy настойчивость, qat'iyatlik, mana shu qat'iyatli bo'lish kerak. O'zini maqsadiga, o'zini orzusiga qat'iyatli bo'lsagina, turib bersa o'sha orzusiga, natijaga erishadi. Lekin biz osongina voz kechamiz-ku ko'p payt. Hayotimiz davomida har xil rollarni ijro etishga majbur bo'lamiz. Ishxonada rahbarimiz, qattiq qo'l, uyga kelganda masalan, men uyga kelganda mehribon ota, lekin siz o'zingiz bilan o'zingiz qolganingizda o'zligingizni ko'ra olasizda. O'sha payt qo'rqmaysizmi o'zligingizdan? Har doim ham emas-ku. O'shanda ham har doim ham o'zimizni o'zligimizdek ko'ra olmaymiz-ku. O'sha ko'rgan paytimiz qanaqa bo'ladi sizda? Bilasizmi, men aynan mana shu yolg'izlik payti bo'ladi-yu, qo'rqasizku, juda ham qattiq qo'rquvga tushasiz-ku. Nima bo'larkin? Holatingizdan qo'rqasizku. Masalan, boya ishni misolida aytdim-ku, masalan, ishdan nafratlanyapman-da, lekin o'zim tushunyapmanki, men buni shuncha qurdim-ku, shuncha qildim-ku, qanaqasiga men nafratlanishim mumkin? Bu meni butun hayotimning mazmuni edi-ku degan narsaga kelganda tushunyapsizki, bu уже aktual emas. Ana shu yerda o'zingiz bilan ichingiz bilan duch kelganingizda, nima men uchun bo'lmasa maktab bir tomonda ong aytadiki, yo'q, bu sen shuncha yil qurgansan, sen bunaqa qilishing mumkin emas. Qalb aytadiki, charchadim. Tinch qo'y meni. Hech narsani xohlamayapman deydi-yu. Ana shunaqa paytda nima sodir bo'ladi? Xavotir va qo'rquv, kuchli qo'rquv. Nima bo'lar ekan? Bu nimaga men unaqa o'zimni his qilyapman? Va buni hamma narsada, hattoki turmushda ham, oilada yashayotganda bilasizmi, ayollarni erkaklarga doim bitta narsa aytaman-da, ayolni befarqligidan qo'rqing.
ayol to sizga jinnilik qilsa, baqirsa, qichqirsa, yig'lasa xursand bo'ling. U hali sizga qanaqadir chuvstvasi borki, ya'ni sizga hissiyoti borki, u buni namoyon qilyapti. Chunki boshqachasiga namoyon qilishni bilmayapti. Aynan shunaqa tarzda namoyon qilyapti. Demak, u siz u uchun befarq emassiz, siz u uchun muhimsiz. Bundan xursand bo'ling deyman. Lekin ayol befarq bo'lsa, ana shu narsadan qo'rqing. Chunki befarq bo'lganida ayol o'zidan qo'rqishni boshlaydi, bilasizmi? Qanaqasiga deydi, mani hayotimni mazmuni, erim shuncha yil birga yashadik, shuncha farzand va u menga umuman hozir nol menga farqi yo'q. Uylanadimi, boshqa ayol bilan yuradimi, nimadir farqi yo'q. Menga qiziq emas degan darajaga keladi-yu, ana o'sha payt ayol o'zi bilan mana to'qnash keladida, ong aytadiki, bu ering shuncha yil, shuncha azoblarni bu bilan o'tkazding, endiga qanaqasiga buni shunaqa qilyapsan? Qalb aytadiki, charchadim, kerak emas deydi. Ana shu ziddiyatda ayol o'zi bilan o'zi yolg'iz qolganida o'zidan qo'rqishni boshlaydi. Chunki ana shu yerda boshqa qalbni aldab bo'lmaydi, ruhni boshqa aldab bo'lmaydi. Qo'rqasiz, ana shunaqa payt qo'rqasiz faqat. Lekin qolgan payt men qaytanga yolg'izlikni yaxshi ko'raman. Yolg'iz sayohat qilishim mumkin, bemalol misol uchun qayergadir bir o'zim borib o'tirishim mumkin. Chunki men bilamanki, men yolg'iz emasman. Menda yolg'izlik degan holat yo'q. Men bilamanki, menda Allohim bor, hamma narsada Allohga ayon. Farzandlar ham Allohga omonat. Mol dunyo Allohga omonat. Nimaki bo'lsa Allohga omonat. Agar shu mendan ketishi kerak bo'lsa, demak ketishi kerak. Instagram sahifangizni kuzatib turganlar juda ko'p soni. Ularni soni agar adashmasam juda tez ravishda yana o'sib boryapti. Demak, sizning hayotingiz juda qiziq. Instagram sahifangizni juda qiziq tarzda olib borasiz. O'sha sayohatlaringiz, oila davrasida yurishingiz, o'sha hozir aytib bergan oyingizni fermalardan ham lavhalarni qo'yasiz. Havas qilsa bo'ladi. Lekin ko'z tegishdan qo'rqmaysizmi? Men sizga real primer aytmoqchiman-da hayotimdan. Davron, men hech kimga bu narsani aytmaganman. Bilmayman, to'g'rimi, bu noto'g'rimi aytishim hozir sizga. Shunaqa muddat bo'lgan, neosozanniy, anglamagan holatda yashagan davrlarim bo'lgan. Televideniyada boshida ishlayotganimda, bilasizmi, doimiy stress, boshqa hayolingizda nima bo'ladi? Ha, bizani ko'ra olmaydiganlar ko'p. Dushmanlarimiz ko'p, bizani nimadirlar qiladi. Mazam bo'lmayapti. U fizически mazang bo'lmaydi-da. 24 ga 7 ishlasang, miya dam olmasa, borib analiz topshirmasang, ferritining nechi, oqsiling nechini bilmasang, u bechora istashonniy organizm o'zi charchagan holatda u narsaga biz e'tibor bermaymiz. Yo, shu bizni kimdir nimadir qilyapti-da, dushmanlar ko'p deganmizda. Borib endi o'zingizni o'qitib, o'sha paytda o'qitib turardim-da. Keyin bitta ayol o'qiyapti. Shu sizga ilmu amal qilingan deyapti-da. Da, nima qilish kerak? Shu jilutkangizda bor ko'ryapman, shuni chiqazib yuborish kerak. Nima qilish kerak? Ilgirga borish kerak. Qarangda qanaqa sizni olib boradi. Ozmasiga просто цепочкасini ko'rsatdim. Ilgirga olib borish kerak. Ilgir kim? Falonchi, u bir haftada bir marta keladi Toshkentga, o'shanga boring. U ko'rsangiz agar lo'li ayol, uyiga borasiz, xonadoniga eski vanna, nimasiga hammomga olib kiradi. Men bilmayman bu kerakmi, kerak emas. Просто o'zingizga aytyapman. Просто o'zingizga aytmoqchiman. Ya'ni sizni formatingizga to'g'ri kelmasligi mumkin bu narsa, lekin hech kimga aytmaganman buni. Vannasiga kiryapsiz такой, как бы tozalagingiz keladigan holatda, kir bo'lib yotibdi-da. Keyin boshingizni tushiryapti-da, og'zidan shundoq olyapti. Qo'lida hech narsasi yo'q, haqiqatdan perchatka kiydi ko'zim oldida. Mana yo'q qo'lida hech. Shundoq qilyapti-da, bir nechta mana shunaqa mayda-chuyda narsalar tushyapti-da. Ana, sizni o'qitishgan, qarang deyapti-da. Bundan bittasini ochsa, ichida soch chiqyapti. Realniy. Men ko'rganman-da, shuni yonimda assistentim syomka qilib turibdi. Syomka qilgan deganman. Chunki men juda skeptikda shunaqa narsalarga. Soch chiqyapti-da, ishonyapsiz-ku? Mana ishontirish qanaqa bo'ladi? Demak, meni o'qitishyapti. Demak, bilasizmi nima bo'lgan? Sizni degan uyingizda bor degan. Da'vatga kelib, da'vat aka, bizning uyimizda bor ekan, shunaqa tozalash kerak ekan. Agar kimdir uyimga kirsa, o'sha kuni yo'q bo'lasan uydan deganlar menga. Yaxshi ham shu gapni aytgan ekan. Rosa jahlim chiqgan, rosa yig'laganman. Bizni sog'lig'imiz uchun bu bizni tinchligimiz uchun nimaga tushunmaysiz? Shu kirmasin uyimga hech kim, yo'q meni uyimda hech narsa, yo'q. Meni uyim toza deganlar. Bo'ldi, kirmaydi. Ofis, men yana bir marta borgan, mazam bo'lmayapti, yana mashinada nimadir tiqilyapti, yana xuddi shunaqa, yana o'sha istoriya, yana nimadirlar chiqyapti, qayerdan chiqyapti bilmayman. Keyin aytibdiki, ofisingizda bor deyapti. Yakshanba kuni ofisimga olib kelganman. O'shanda endi boshida ishlardim ofisimda. Bilasizmi, shundoq kirganda kabinetimda turadigan gul bor edi. Mana shu gulning ichida degan. Qo'lida hech narsasi yo'q.
shundoq kirdi mana bunaqa gulni ichidan shundoq sellofanni to'shadida gulni ichidan shundoq uni oldiyu qumni вот этот yerni tuproqni bundoq qildi ochdida shundoq nimadir chiqdi o'sha yerda прям вот завязанный ochdi mana dedi ochdi ip bilan mana dedi sizga ishi yurishmasin deb ip qilingan dedi boylangan keyin uni ochsa ichida nima deydi kichkinagina zamochik nima deydi qulf ha kichkina qulf keyin qanaqadir nimadir arabchada yozilgan tuproq keyin tirnoq nimadirlarda man endi ko'ryapman umrimda ko'rmagan odammanda deyapman bu ishi yurishmasin deb qilingan bu o'lsin degan tuproq bu qabriston tuprog'i mana bu yerda tam falon bo'lsin deb yozilgan bu yerda tirnoq ishlarda bir nima bo'lsin и так далее uyda hozir eslasam ham man qilaman juda неприятный holatda keyin endi buni borib suvga qilingda ana endi qaytarma qilishingiz kerak shuncha go'sht olib kelasiz shuncha igna olib kelasiz shuncha nimadir olib kelasiz falon olib kelasiz man o'qiyman deyaptida uni go'shtga urib nimadir o'qiyman и какой-то момент o'sha buni suvga oqqizing hop suvga oqqizdik nimadir kuydiring falon qiling okey qildim keyin u deyaptiki ana endi go'shtingizni olib keling ana shu yerda man shunaqa minnatdorman xudoyimdan o'sha payt mani to'xtatganim uchun to'xta deganman man hozir bu to'xtang bu nima bo'ladi desa kim qilgan bo'lsa o'shani o'ziga qaytadi yo man xohlamayapman unga qaytishini deganman man xohlamayapman kimgadir yomon bo'lishini manga qilgan bo'lsa bu uni muammosi lekin man istamayman unga yomon bo'lishini yashasin uni bolasi farzandi agar shu bo'lsa rost bo'lsa da endi hozir aytyapman o'sha payt yo'q xohlamayman unga yomon bo'lishni o'sha payt Allohga tavba qilib hech qanaqa qaytarma ham qilmayman hech narsa kerak emas manga tinchlik kerak deb o'shanda turmush o'rtog'im mana shu narsadan qaytargan odam bo'lganda agar mana shu lavhalar agar qolsa ayollarga aytadigan gapim bor ishonmang bormang qilmang diqqatingiz qayerda bo'lsa hayotingizda o'sha narsa ko'payadi agar ko'z tegadi deb yashasangiz ko'z tegaveradi bu narsa ayon bo'laveradi chunki onga doim nima kerak подтверждение kerak onga ana isbot kerak ana ko'rdingmi man prav edim degan narsa kerak sizni oilangizda ko'proq energiya kim beradi sizmi yoki turmush o'rtog'ingizmi turmush o'rtog'im juda pozitiv odam judayam pozitiv nihoyatda shukronaligi juda ko'p odam man hayotimdagi eng muhim ustozlarimdan biri hammaga motivatsiya beruvchi bu mani turmush o'rtog'im man emas uyda man hech kimga qaytdan-ket demotivatsiya qilib qo'yaman Samir semiribsan Saydislom ertalab uyg'onmading Savlat qachon uylanasan mana shu gaplar mandan chiqadi lekin navbat turmush o'rtog'im hammasi yaxshi hammasi zo'r hammasi bo'ladi Savlat davay kelin qidiramiz qiz qidirish kerak xo'pmi Samir hammasi zo'r chotki san menga yoqasan Said chotki bo'lyapti yaxshi bo'ladi все hayotimizni nizkiy vibratsiyadan boshlamaymiz deb turadigan odam mani turmush o'rtog'im poyda u kishidagi energiya u kishidagi pozitiv energiya juda yuqumli va juda ham zo'r muvaffaqiyatli ayollar ro'yxatini qaysidir top o'rinlarda tursangiz kerak deb o'ylayman bilmadim man endi shunaqa deb o'ylayman mani fikrimcha savolim shundan iboratki siz o'zingiz yaxshi daromad topasiz eringizdan pul olasizmi ha erimdan qimmat sovg'alar oldirtiraman nega deydi nega kerak bu senga deydi jahli chiqadi xohlayapman shu narsani sizdan olishni deymanda majburlayapman chunki bitta narsaga juda ham ishonaman Davron ayol aynan shunaqa bo'lsa erkak xursand bo'lishi kerak ya'ni erdan talab qiladigan ayollar borku bering qilib bering olib bering desa xursand bo'lsin erkak nega chunki bu erkakka motivatsiya o'sishi uchun ayni tasavvur qiling komfortniy ayol yoningizda такой hamma narsaga rozi hech narsa undaga kerak emas все hammasi yaxshi kimga qilasiz siz erkak kim ovchi-ku erkak nimanidir isbotlovchi-ku isbotlab turishi kerak o'zini erkakligini ko'rsatib turishi kerak agar ayoli o'zini yonidagi ayoli bu narsani talab qilmasa mana ho'p so'ramasa okey talab demaymiz so'ramasa kimga qiladi shuning uchun ikkinchi xotin oladi shuning uchun boshqasiga qiladi chunki ular talab qilishni biladi chunki ular uni tinch qo'ymaydi qarang mana bunaqa narsa bor ekan мне так понравилось deydi shu uchun qilib berishim kerak deydi harakat qiladi oladi olib borib beradi bunga kerak emas deydi bu so'ramaydi deydi shuning uchun akkuratno sekin astan talab qilib emas mana vaziyatiga qarab ya'ni hozir bu intervyuni ko'rib voydod deb borishmasin erkaklar ham ayollar ham vaziyatiga qarab agar erkagi daromad topayotgan 1 so'm 2 so'm ko'payotgan paytda ham ba'zan ayollar bilasizmi nima qiladi eriga rahm qilishni boshlaydi bechoragina yo'q o'zi shunaqa charchayaptilar endi daromadga chiqdilar endi o'zlarini endi oyoqqa turyaptilar deydida o'sha payt ham so'ramaydi o'sha payt ham olib bering demaydi bilasizmi man bunaqa ayollarni ana shuncha ko'ryapman hayotimda ya'ni ikkita ishda ishlaydi topgan
topgan oyligini ozgina o'ziga qiladi, lekin eridan so'ramaydi. Er o'sha payt nima qiladi? Yaqindagina bo'lgan voqea, bitta ayol o'zini istoriyasini aytib berdi-da, hikoyasini. Aynan shu haqida. Ikkita ishda ishlayman deydi. Erimni daromadi bir kunda 5 ming, 6 mingga chiqgan deydi. Men o'shanda ham, "Yo, endi bu kishi endi oyoqqa turyaptilar, men qanday so'rayman?" deb o'zimga hech narsa so'ramasdan faqat ishlab topganimga magazinga boraman, do'konga, "Nasiyaga bering shuni, har oy ozginadan qilib uzaman" deb oladigan payt edi deydi. Ko'ylak olsam ham deydi, "Nasiyaga olardim" deydi. Lekin erimdan so'rashga deydi, "Yo, erim bechoragina endi oyoqqa turyapti" deb unga rahm qilardim deydi. Bir kun shuni telefonidan SMS ko'rsam deydi, ro'yxat deydi, ana shuncha. Tushunishingiz uchun men oilada bozorni ham o'zim qilardim deyapti-da. Bu yerda ro'yxat deydi. Ro'yxatda nima to'lka yo'q deydi. U sirni 3 xil 4 xil vidlari deyapti, pishloqni, tam kolbasalar, hattoki hojatxonada ishlatiladigan utyonikgacha yozilgan deyapti-da. Ro'yxat katta kelyapti. Kim yozyapti u ro'yxatni? Ayol yozyapti. Bizga bozor kerak, jo'nik deb oxirida asal qilib, chiroyligini qilib SMScha yuborgan. U ayolning qo'liga kelgan. "Ha!" degan. Ana qanaqa yashash kerak ekan. Ba'zan ikkinchi ayollar va ma'shuqalar birinchi ayollarga eng zo'r ustoz. Eng zo'r ustoz. Ular o'zini qadriga yetishni o'rgatadi. Da, o'zingni qadrla deydi. Оказывается deydi, senga rasxod qilmasa, bunga rasxod qilar ekan deydi-da. Tushunyapsizmi? Ishimdan ketdim deyapti. Bitta ishni qoldirdim. Hozir deydi, hamma narsaga pul tashlab boring. Pulim bo'lsa ham pul tashlab boring, qilib bering, olib bering. Jon deydi. Mana shunaqa qiladi. Chunki erkakka shu narsa kerak edi. Erkak nega bo'lmasam pul topadi? Sizlar nima uchun daromad topasizlar? Agar ayolingizga rasxod qilmasanglar qiziqmas-ku sizlarga yoki qiziqmi? Yo'q. Qizig'i shuku, nimagidir ayol qiziq emas. men o'ylayman shunaqa yoki yo'qmi? Qani aytingchi, mana o'zingizni versiyangizni. Может, я не права? Yo'q, endi to'g'ri, siz hozir juda chiroyli gaplarni gapiryapsiz. Lekin ko'pincha ayollar sizdek fikrlamaydi-da. Xo'p. Lekin erkak kishi uchun albatta, men masalan 12 yil bo'ladi turmush qurganimga, men haligacha ayolimga liderligimni, xohlagan narsasini olib berish, xohlagan joyda dam olishini qilib berish, qo'limdan kelishini dokazать qilib yashab kelyapman. Isbotlab. Lekin erkak kishida ham har doim ham silliq bo'lmaydi. 15 kuni qorong'i payt ham bo'ladi. Biz ham kechirganmiz o'sha xotinim bilan o'sha 15 kun qorong'i paytlarni. Ana o'sha payt ayol ayolligini qilishi kerak, o'ylashimcha. O'sha payt ayol yonida kerak bo'lsa shu tog'dek turib bersa, bu 15 paytda требовать qilishimi, o'sha so'rashimi, talab qilishi o'shanda umestno bo'ladi-da. O'shanda o'ylaysiz, ha, bu xotinim men bilan vani paytam bo'ldi, nimaga qilib berishim kerak emas? 2 barobar, 3 barobar qilib beraman deysiz. Shuning uchun siz 12 yildan beri shu ayol bilan yashayapsiz-da. Chunki sizni ham hayotingizda yo'qchilik payti bo'lgan, to'qchilik payti bo'lgan. Shuning uchun sizlar 12 yil birgasizlar. Agar ayolingiz deylik faqat merkantilni, ya'ni faqat pul kerak, erimdan boshqa hech narsasi kerak emas degan ayol bo'lganida edi, men o'ylayman 2 yil ham turmushingiz uzoqga cho'zilmas edi. Shuning uchun bizni ayollar, mana aksariyati, men hozir hammasi haqida ayta olmayman, lekin aksariyat ayollarda sabr qilish juda oliy darajada bizda ayollarda. Biz sabr qilishni, erimizni qo'llab-quvvatlashni, yo'qchilik paytida qoniqib yashashni bilamiz. Hamma haqida aytmayapman, yana bir marta aytaman. Lekin aksariyat bugungi kunda oila bo'lib yashayotganlarni hammasini tarixingni ko'tarchi, nimalar bo'lgan hayotingda desa, birorta erkakda boshidan bugungi kungacha faqat podiyom bo'lgan deya olmaydi. Podiyom bo'lgan paytam yo'qchilikdan boshlanadi. Ha, hozir balki o'syapti, lekin qachondir noldan ko'tarilish bo'lgan. Ya'ni erkakda hamma narsa okey bo'lganida, hamma puli, hammasi zo'r bo'lgan paytda kim keladi uning hayotiga? Faqat ma'shuqa keladi. Faqat ikkinchi ayol keladi. Chunki unda hammasi bor payti keladi. U ayol bilan u bosib o'tmadi u yo'lni. Yo'qchilikda u ayol chidab bermaydi. Chunki ularda boshqacha kontrakt. Kelishuv boshqacha. Bu yerda oila bo'lsa, u yerda kelishuv boshqacha. Men hozir hamma ikkinchi ayollar haqida aytmayapman, lekin ba'zilari ayrimlarida puli bo'lsa okey, puli bo'lmasa menga nimaga kerak deydi. Ko'tar deydi, lashvishingni deydi. Siz mana hozir nima deb o'ylaysiz? Bugungi kundagi yosh qizlar, oila qurish ostonasida turgan qizlar tayyormi yo'qchiligiga? Eri bilan
yo'qchilikni o'tib yurishga qancha foizi tayyor? Chunki men hozirgi turmushga chiqmoqchi bo'lgan qizlarni men yana hammani demoqchi emasman, lekin shunaqa qizlar ham paydo bo'ldi. Mahriga geylik, manda red flag masalan, erimda mana bo'lajak turmush o'rtog'imda mana narsalar bo'lsa red flag bu qattan bunaqa narsalar, bu qattandir tashqaridan kirib kelayotgan bitta qanaqadir modniy oqimmikin? Nimaga qizlarning fikri faqatgina oilaviy qadriyatlarni saqlab qolish? Masalan, bizning oilada uni onasi geylik olib turmushga chiqmagan-ku, to'g'rimi? Uni onasi o'sha kartoshka palov qilib yoki non soldi qilib bolalarini boqib chiroyli davrada o'tirgan va baxtli hayot kechirgan. Lekin uni qizi turmushga chiqmasidan hali bolani bilmaydi kimligini. Geylik bersin, mahriga 2 xonali uy, mahriga mana shu narsa ham keyin muhokama bo'layotgan temalardan birida mahriga nimadir talab qilish. Yigitlar biladi kimga uylanish kerakligini va bunaqa qizlar bo'lgan, bor va bo'ladi doim. Bu albatta qayerdandir, masalan red flag degan nomlar misol uchun bunaqa so'zlar qayerdandir kirib chiqgan bo'lishi mumkin, lekin masalan yaxshi hayotni so'ragan, yaxshi hayotga o'zini loyiq deb bilgan, men faqat shu narsasiga rozi bo'laman, bundan kamiga rozi emasman degan qizlar bo'lgan bundan oldin ham. Misol uchun ba'zan hozir aytamizda, nima uchun ayollar bunaqa endi ba'zi joyda o'tirganda buzuq bo'layapti yoki boshqa deganda men aytamanki, o'qing G'afur G'ulomni Shum bolasini. Misol uchun o'sha eriga xiyonat qilgan ayol, hattoki G'afur G'ulomni asarida ham bor yoki Cho'lponni kecha va kunduzni o'qinglar deyman. U yerda ham bor shunaqa ayollar. Ya'ni bular doim qanaqadir buzuq, deylik, buzuq deb bunaqa bermoqchi emasman. Ya'ni deylik o'sha shunaqa yashashni istagan, mana shunaqa yashashni tanlagan ayollar bo'lgan oldin ham. Hozir ham bor, bundan keyin ham bo'laveradi. Faqat shunchaki men o'ylaymanki, qiz bolada agar o'zida qadriyat degan tushuncha to'g'ri shakllansa, u biladi nimani so'rash kerakligini eridan. Ya'ni nimani talab qilishni, nimani so'rashni. Men bu narsani to'g'ri yoki noto'g'ri deya olmayman. Har kim orzu qilish huquqiga ega. Har kim so'rash huquqiga ega. Nega endi u geylik so'rasa agar yoki nima, ba'zan bilasizmi qanaqa niqobni taqib olishadi-da, o'zlaridan spogina qizni yesa, "Men yo'q, menga hech narsa kerak emas, siz baxtli bo'lsangiz bo'ldi" deydi, ichi yonadi. Boshqa qizlarga tam nimadir sovg'a qilsa eri yoki boshqa Instagram ku ichida yonib ketadi, ichidan jahl bilan yonadi va bir kun emas bir kun u maska baribir yechiladi. Siz deydi, hayotim davomida biror narsa qilmagansiz, siz falonsiz, pismon, hamma narsani aytadi eriga. Ana o'sha payt bu munosabatni o'zi saqlab bo'lmaydi. Aytadiganini aytib bo'ldi, erkak eshitadiganini eshitib bo'ldi. Qaytangi shunaqa keyinchalik maskasini otib yuboradigan qizdan ko'ra boshidan ochiqchasiga rostini aytadigan qizlarni ko'rish va shu narsaga tayyor bo'lish yaxshiroqmikin deb o'ylayman. Bu shaxsiy fikrim, bilmadim. 3 yil, 4 yil oldin YouTube'da yoki Instagram sahifalarida psixologlar, ruhshunoslar, psixiatrlar, motivatorlar yo'q edi. Kam edi, juda kam edi. Siz bu yo'lni qanaqadir boshlab berdingiz. O'zbek media segmentida siz ochiqni aytishga birinchi bo'lib shu psixologlar bilan qanaqa ishlash mumkinligini, loyihalarni qanaqa omadlashtirishni, ayollar bilan tanishtiruv klublarini siz birinchi boshlab berdik desak ham to'g'ri bo'ladi. Lekin mana bugungi kunda YouTube'da yoki Instagram'da kirsangiz, такое ощущение, что hamma psixolog, hamma motivator va hamma qanaqadir o'sha ruhshunos sizga albatta yordam beramiz degan fikrni olg'a suradi. Shuncha informatsionniy sredani ichida o'zimizga kerakligini qanaqa qilib topsak bo'ladi? Qalbimizni xotirjamlikni topish uchun qaysinisini o'qishimiz kerak yoki qaysinisini kuzatishimiz kerak degan fikr ham tug'iladi deb aytdi. Men o'ylaymanki, qalb hech qachon aldamaydi. Agar o'sha 100 ta odamni qo'ysan, u karvon 1000 ta rizqi bo'lak deydi-yu. Masalan 100 ta odamni qo'ysa, har bittasini gapini eshitib ko'rganda qaysidirning gapi aynan buning qalbiga shifodek ko'rinadi. Ovozi yoqadi, gapirayotgan uslubi yoqadi, mayinligi yoqadi, yuzi, tuzilishi, tushuntirishi, bitta gapni, mana bir xil gapni 100 ta odamga ayting, 100 xil chiqadi. Tushunyapsiz? Va tabiiyki odamga aynan mana shuniki boshqacha bo'ldi, mana shuniki yoqyapti deydi-da, uni ko'proq kuzatishni boshlaydi. Ya'ni bu yerda buni kuzat yoki buni kuzatma degan bo'lmasdim. Va yana bitta narsa, masalan, men xursandman. Kim uchundir bu yomon deydi, psixologlar ko'payib ketdi, motivatorlar ko'payib ketdi, u bu deydi, jahli chiqishadi-da. Eplasang qil,
tanqid qilma deyman, chunki biz tanqid qiluvchi xalqmizda, o'zi juda yaxshi ko'ramiz o'tirib olib tanqid qilishni. Tanqid qilaverib bir paytlar kinoni o'ldirdik, misol uchun, esingizdami? U bizani davrimizda necha 2010-yillar qanaqa kino, частный kinolar, mana bu xususiy ishlab chiqarish kinolari, mana bu Alisher Uzoqovni yoki Ulug'bek Qodirovlarni yulduz darajasiga chiqargan kinolar bor edi-ku, o'shanda paydo bo'lib sekin qilayotganda qancha tanqid qildik, qancha bo'lmabdi, o'xshamabdi, bu bo'pti, u bo'pti, saviya qani, mantiq qani, yo qo'shiqlarni, yo kliplarni qanchasini tanqid qilib o'ldirdik. Chunki ijodkorga baribir xohlasangiz, xohlamasangiz eshitayotganda nima qiladi? Deydi, tanqid yo'q, kerak emas deydi. Tanqiddan qo'rqamiz-ku biz hammamiz. Va nima bo'ladi? Qilmay qo'ya qoling deydi. Shunaqa qilib ko'p narsani o'ldirdik aslida. Chunki o'shanda zirabchani birinchi boshlaganimizda 2017-yil zirabcha chiqqaniga mana 9 yil bo'lar ekan. 9 yil oldin zirabchani boshlagangiz psixologiya haqida, psixolog chiqadi deganda, ha bular jinnida, shuning uchun psixolog bularga kerak. Shunaqa fikr edi-ku, shu psixolog faqat jinnilar bilan ishlaydi yoki miyasi nosog'lom odamlar bilan. Ular tushunmasdiki, psixolog bu sening ruhiyating bilan ishlaydi, seni qalb holating bilan. Ichingni hozir yeyotgan, ichingga qanaqadir og'riq berayotgan narsada seni umuman olganda mana tupikovoy, bilmayapman qayerga boring, tushunmayapman, buni qilaymi, buni qilaymi, qilmaymi degan savol oldida turganingda senga doim kim kerak? Senga doim tinglovchi bitta quloq kerak va seni shunchaki yo'naltiradigan odam kerak. Va psixolog, yaxshi psixolog hech qachon tavsiya bermaydi. Mana maslahat bermaydi. Psixologning vazifasi va ishi seni shunchaki yo'naltirish, tanlash, o'zing tanlashing kerak. Seni eshitib, o'zing gapirganingdan to'g'ri xulosani chiqarishing kerak. Tushundim deydi. Prosta quloq bo'lib berishi kerak ba'zan psixolog. Siz, по-моему, biladigan psixologiyani va mana shu ruhshunosliklarni ko'pchilik hali uncha sizdagi darajada bilmasa kerak. Va hozirgi savolim, siz o'zingiz psixologlarga murojaat qilib turasizmi? Ochig'ini aytaman, hozirlar yo'q. Lekin qaysidir hayotim payti, o'sha turmush o'rtog'im bilan ajrimgacha kelgan paytimda men psixologga borganman. O'shanda zo'r bitta qiz menga tushgan. O'zimni dugonam birinchidan so'raganman. O'zimni dugonam psixolog bo'lgani uchun menga psixolog kerak, menga yordam ber. Men shunaqa deganda, men senga psixolog bo'la olmayman, chunki men seni dugonayman. Men obyektivniy senga otsenka beraman. Ya'ni men seni tomoningni olib qo'yaman. Senga obyektivniy bo'lish uchun begona odamga borishing kerak-da. Bitta begona yaxshi bir diplomirованный ekspertni berganda, o'shanda borganman, o'tirib olib faqat hammani yomonlaganman-da, eslayman. Turmush o'rtog'im yomon, qaynonam yomon ko'raman, nafratlanaman, bulardan ajrashmoqchiman deb kelyapman-da. U meni eshitib faqatgina bitta savol aytardida, siz minnatdor odammisiz? Siz rahmat deyish bilasizmi? Siz mana minnat o'zingiz qanaqa deb odam deb hisoblaysiz? Mana shukronada yuradigan odammisiz? Men tushunmaganman-da, nimaga bu bunaqa aytyapti? Men hozir bunga boshqa masalada keldim-da, bu menga благодарный durganda, bu haqida ko'p joyda aytganman. O'shanda tushunmaganman uni. Prosta men chiqganman, jahlim chiqgan, shuncha pulimni oldi, gapirgan gapi bitta faqat благодарныйmisan deb ketdim, jahlim chiqib. Kelib bunga jalba qilganman. Bergan odaming mana shunaqa faqat благодарныйmisan durdi bu deganda, keyin bu menga tahlil qilgan. O'zimizni tilda tushuntirib bergan. Asan ne благодарный odamsan-ku, Amira degan. Sen qani seni благодарностing ayt, sen turmush o'rtog'ing hozir senga yomon, qaynonang senga yomon. Неужели shu odamlarning yaxshi tomoni yo'q deb gapirganidan keyin, ha, to'g'ri, faqat sen haqsan-ku. Biz jahlimiz chiqsa yoki qayerdadir urushganda, janjallashganda doim o'zimizni haq deb hisoblaymiz-ku. Biz ikkinchi tomonga haq bo'lish imkoniyatini bermaymiz. Ikkinchi tomonga sen haqsan, sen to'g'ri deyapsan deya olmaymiz, chunki egoyimiz, xudbinligimiz shu qadar oshib ketadiki, faqat men haqman, nohaq degan narsaga olib keladi-da. Yo'q, men psixologga murojaat qildim. Bilasizmi qachon? Yaqinda klubimni boshlashdan oldin. No, u psixolog emas edi, u meni nastavnigim, u meni ustozim, ya'ni men undan o'rganganman ko'p narsani. Menga shunchaki yo'nalish berishni so'raganman. Ana shu masalada men unga murojaat qilganman. Da, bo'lgan shunaqa. Hayotingizga kichkinagina qarab qo'ysak, havas qiladigan narsalar juda ko'p-da. Ertalab yerni narigi burchagiga quyoshni kutgani chiqasiz. Kimdoq qarasak, jirafa bilan nonushta qilib o'tirgan bo'lasiz. Pingvinlar bilan sayohat qilib keldingiz. Shunda bitta savol tug'ilyapti-da. Baxtli yashash uchun bizga qancha pul kerak? Davron, hamma joyda doim aytaman. Baxt bu yoki u ichingda bor yoki u ichingda yo'q va bu pulga bog'liq emas.
hozir hamma voydod deyishi mumkin. Men buni o'zimni misolimda, mana shunchaki hayotda hammani ko'rib turgan misolda aytyapman. Lev Tolstoyning bitta zo'r gapi borda. Biz hammamiz har xil o'zimizcha baxtlimiz, lekin biz hammamiz bir xil baxtsizmiz. Adashmasam Lev Tolstoy aytgan. Adashayotgan bo'lsam uzr so'rayman. Uzr so'rayman agar adashayotgan bo'lsam. Мы все счастливые по-разному, но мы все несчастны одинаково. Chunki состояние, вот это holat, baxtsizlik holati bir xil. Qorong'u. Yo'q. Va man degan, mana siz san'atkorlar bilan ishlaysiz, show biznesda necha yil umringiz o'tdi, hozir ham ular orasidasiz. Qarang, masalan, juda boy, вроде бы bir tomondan qaraganda juda ham hamma narsasi bor, havas qilguli, har kuni 3000, 4000, 5000 pul kelib turgan. Qancha san'atkorni bilasiz, yig'lab o'tirib, yolg'izlikdan, ichidagi baxtsizlikdan nolib o'tirgan. Siz bilmayman ko'rganmisiz yoki yo'q, men ko'rganman. Men hali ham ko'ryapman. Hamma narsasi bor, hamma narsasi okey, lekin ichidan baxtsiz, nimadir yetmaydi. Nimadadir armoni bor, nimadandir norozi. Va bu nima? Pulmi? Hashamatli uyda yashayapti, hashamatli mashinasi bor, har kuni pul kelyapti. Nimada bo'lmasan, nega sen yig'layapsan, nega sen baxtsizsan? Chunki baxtsizlik holati ham, baxt holati ham ichkarida. Va odam o'zi tanlaydi qanday yashashni. Kulbani ichida Madagaskarlarda yurganimda, misol uchun, mana nimaga doim sayohat qiling, shukronaligingiz ortadi deyman. Aynan sayohat qilganingizda Alloh dunyoni qanday yaratgan va odamlarga qanday imkoniyat berganini ko'rasiz va tushunasizki, dunyodagi eng baxtli odam sizsiz. Bo'ldi. O'sha Madagaskarda banan jarits qilib ovqatlanayotgan ayolni ko'rganingizda, sani xonang, uying qayerda desa, mana deganida, shunchaki 3 ga 4 uycha, ichiga kirsangiz agar o'sha yerda ham guruchlari turibdi, ham doni turibdi, hammasi o'sha yerda yotishadi. Nechta bolang bor? 6 ta bolam bor. Er va xotin 6 ta bola shu yerda yashaysizlarmi? Ha, bo'lishi mumkin emas deyman. Bo'lish aldama. Deydi. Yerda hamma shunaqa yashaydi. Lekin yuzida tabassum. Mazza qilib jarit qilib, bilasizmi? Yeb ko'rasa hamma deydi. Qarang qanchalik ichkarida, ya'ni bag'rikenglik ham bor. Yeb ko'r deyapti-da. Ya'ni bo'lishish holati ham bor. Ana shunaqa paytda men aytayapmanki, bu odamlar nima uchun baxtli? Savol berganman-da o'shanda, nega baxtli? Bularning hattoki tovug'i yo'q, mana xo'jalik yo'q. Mana shunchagina uyda yashayapti, boshqa nima uchun baxtli? Chunki televizor ko'rmaydi, telefoni yo'q. Mana haqiqatdan u 14-asrga tushib qolgandek yurganmiz-da o'sha 40 ta ayol bilan. Ayollar shokda. O'shanda nimadan baxtli bular, nimadan baxtli deganda, taqqoslash yo'q, solishtirish yo'q. Qo'shnim yangi uchastka qurdi, manda yo'q. Yo'q, bir xil. Hamma bir xil, farqi yo'q. Ana serialni ko'rib olib, qanaqa bular zo'r, bizda unaqa emas-ku demaydi. Solishtirish yo'q. Hayot ular uchun shu holatda go'zal va baxtli. Tushunyapsiz? Ertalab dalaga chiqadi, kechqurun qaytib keladi, bolachalarga ovqat qilib beryapti, o'sha bananchasini jaris qilyapti. Go'sht yo'q. Non bu hashamat ular uchun. Suvni vaza, ozgina suvingni ber deydi. Mana qo'lingizda baklashka turibdi, shu suvingiz shuncha qolsa agar, masalan, biz nima ba'zan otib yuboramiz o'sha suvni. Shuncha qolsa, menga ber, iltimos shuni deydi. Toza suvga muhtoj. Ana shunaqa odamlarni ko'rganingizdan keyin tushunasizki, baxt holati bu inson ichida va u seni atrofingdagi moli dunyoingga bog'liq emas, Davron. Yoki u bor, yoki u yo'q. Shuning uchun Baliga borsangiz agar, misol uchun, bilasizmi, ular hammasi tabassum qilib yuradi. Mana Baliga borgan odamlar biladi, hammasi tabassum, welcome. Ibn o'ylaysizda, menga xushomadlik qilyaptimi? Nimadir berishimni xohlayaptimi deb o'ylaydi-da ko'pchilik. Yo'q. Bu ularning mentaliteti, bu ularning madaniyatiga xos. Ya'ni ular aynan mana shunaqa tabassum bilan yuradigan odamlar. Nega? Kulbada yashaydi. Hech narsasi yo'q. Sani pulingga muhtoj emas, ana pul darajasida pastkash emas, ana pul uchun qarab qoladigan darajada pastkashlik yo'q ularda. Ularda bu tozalik, qanaqadir shakllangan chiroyli bir qadriyat borda. Shunaqa odamlarni uni qaraysizda qatdan baxtli deysiz. Chunki o'sha ibodatxonasiga borib, Xudoga ibodat qilganida, Xudodan so'raganida, bolachalari sog'lom bo'lsa, o'zida mana chaylachasi bo'lsa, bo'ldi baxt holat. Bizda misol uchun bir xonali yo 2 xonali kvartirada yashaymizda, biz shunga shukr qilamizmi? Biz shundan maza qilamizmi? Yo'q. Nimaga? Chunki falonchi yangi kvartira olibdi, ana Instagramda room tour qildi, nega menda yo'q deymiz. To'xta, solishtirma u bilan o'zingni. O'zing hozir shu yerda bolachalaring sog'lommi? Sen anta onkologiyada o'tirganing yo'qmi? Anitta pul yig'ishing kerak emasmi bolachangni hayotini saqlab qolishing uchun? Ko'kraging, oyog'ing, ko'zing,
og'zing hammasi joyidami, hech qanaqa tashvishing, baxtli emasmisan shu yerda. Va shuning uchun baxt bu qayerdadir sayohat qilish emas. Ba'zan odamlar sayohatga ketganda ham holatini o'zi bilan birga olib ketadi. O'sha yerda ham ular baxtsiz. Va ba'zan biz O'zbekistonda hamma narsa yomon, Bomida yashab, sharoit yo'q, boshqa deydida, Amerika orzusi bilan yashashadi. Amerikaga borishadi, o'ylashadiki, o'sha yerda hozir baxt topadi. Qayerda o'sha yerga borganda ham o'sha holat bilan boradi. O'sha yerga kelganida ham holat ular bilan. Hech narsa o'zgarmadi. Вроде бы pul ko'proq keldi, nima deydi, ko'proq ishlayapti-da, ko'proq pul topyapti-da, baxt holati yo'q. Ya'ni o'sha yana sog'indim, ota-onamni, yana baxtsizlikka mavzu topiladi, tushunyapsiz? Shuning uchun biz doim baxtsizlikka mavzu qidirib yashaymiz ba'zan. Nima uchun baxtsiz bo'lsam ekan deb yashaymiz. Shundan zavqlanamizmi bilmayman, shundan rohatlanamizmi bilmayman. Shuning uchun hozir har gal qayerdadir o'zingni mana kayfiyating tushib, nimadir yetishmovchiligidan mana ichingda shu narsani his qilayotganingda shunda to'xta deyman odamlarga. Shunda to'xta. Prosta hozirni o'zida shukur qilish uchun 100 ta mavzu top. To'xta, shu yerda to'xta. 100 ta mavzu top deyman. O'tirgan, shu yig'lagan ayol boshlaydi. Bolam sog'lom, men sog'lom. Sochlarim chiroyli, 100 ta mavzu topish kerak-ku. Keyin boshlandi. Sochlarim chiroyli, tirnoqlarim bor. Oyog'im yuradi, tam uyim bor. Ha, kichkina bo'lsa ham lekin bor, tam nonim bor. Ochmasman, umasman, bu bo'ldi. Ayolni bundoq kuzatib o'tirsangiz, takoy dinamika. Sekin-sekin вот это nol holatdagi negativga kelgan ayol, takoy dinamikaga, "Yo, Xudoga shukr, yo, to'g'ri, hammasi yaxshi ekan" deydi. Ba'zan shunchaki ongsizlikdan ana shayton ichimizni qitiqlaydi-da, "Qani" deydi Xudo. "Qani senga berdimi Xudo" deydi. "Hech narsa bergani yo'q. Ana falonchini ko'r, qanaqa zo'r yashayapti, senga bermadi" deb qitiqlaydi. Biz esa ana shu payt diqqatimizni qayerga qaratsak, o'sha narsa hayotimizda ko'payadi va biz nima qilamiz? Yo'qchilikka diqqatimizni qaratamiz. Boriga qarat, o'zingni hayotingni kimnikida bilan solishtirma. Mana misol uchun bunaqa hayotimga kelishim uchun, sayohatga kelishim uchun siz meni bilasiz, men kam mehnat qilmaganman. Men buni hamma joyda aytaman. Men kam mehnat qilmagan. Menga bu narsani dadam tayyorlab bermagan. Men tepamda Alloh guvoh, dadamni bir so'miga yashagan odam emasman. Hattoki turmushga chiqganimizda ham qaynonamga sovg'a qilish kerakligi paytda nima sovg'a qilsak ekan deb turganda, na turmush o'rtog'imda pul bor, na menda, ikkalamiz ham student. Menga to'yga sovg'a qilingan tsipochka bor edi. O'sha tsipochkani olib borib Lombardga sotib 1.200.000 o'sha payt haligacha esimda 1.200.000 so'mga normalniy gram edi-da, 1.200.000 ga sotganiga borib sotib olganmiz. Nima deydi, этот utyuk sotib olib qaynonamga o'shani sovg'a qilganman. Xursand bo'lsinlar, kelinimdan birinchi sovg'a bo'lsin, esida qolsin deb berganman-da. Ya'ni nima uchun berishim kerak degan narsa yoki bizda yo'q-ku demaganman, berganmanki, ichimdan ham o'zim ham xursand bo'lganman. Ana shunaqa yo'qdan sekin asta u Muqimiy teatrini oldidagi mostda hozirgi Seoul Moon u payt yo'q edi. Turib bitta olib ber deganman. Nima deydi, men homiladorman, nima deydi, bulochka, kotlet bilan o'shani hamma joyda aytsam agar faqat ayollar yig'laydi. Bitta bulochka kotlet olib berganda bitta dona 3000 so'm turardi o'sha payt. Ikkinchisini olib ber deganimda yo'q degan. Yo'q, pulim yo'q degan. Ertaga agar shuni hozir senga olib bersam, ertaga piyoda boramiz universitetga degan. Yo'qchilikni yegan, his qilgan odamman va o'shanda dadam falonchi tam borib hozir dadamning puli yo'q. Ichidagi oriyati bor-ku, mana ichimdagi or nomus yo'q. Bunga yo'l qo'ymagan. Chunki agar men borib dadamdan pul so'raganimda edi, men turmush o'rtog'imni dadamning oldida bo'lgan obro'sini tushirtirib tashagan bo'lardim. Men shu narsani bilardim-da, yo'q, bu ishni qilish mumkin emas. Qanchalik qiyin bo'lmasin, chidaymiz, o'samiz. O'sdik, rivojlandik, Pragalarga bordik, birgalikda o'qidik, bir-birimizni qo'llab-quvvatlab va doim shu narsani turmush o'rtog'im menga aytadi. "Sen meni oldimda doim turib bergansan" deydi. Men ham aytaman. Siz ham turib bergansiz. Hozir borligida nima qilyapmiz? Hovli sotib ol, tam borib hovlida, eng hashamatli hovlida yasha. Yo'q, biz kvartirada yashaymiz misol uchun-da. Lekin misol uchun daromadim tushdimi yoki turmush o'rtog'imdan pul oldimmi? Sayohat. Men uchun prioritet sayohat. Lekin bu degani hamma shunaqa yashash kerak degani emas. Prosta hammani o'zini hobbisi bor bu dunyoda. Meni hobbim dunyoni ko'rish. Men shu bilan qiziqaman. Kimnidir hobbisi, bilmayman, boshqa narsani kolleksiya qilish. Meni hobbimda dunyoni, davlatlarni kolleksiya qilish.
62 ta mamlakatda bo'lganman deb o'zim uchun yaxshi ozgina qoldi degan narsa bilan yashash menga dopamin beradi. Mani miyam uchun bu keyingi yashashga stimul, tushunyapsizmi? Keyingi harakatimga stimul. Oxirgi savolim sizga. Hayotimda men buni o'zim uddaladim va shu yutuqlarga erishdim degan nimani ayta olasiz? Я добилась сегодня вот этого сама deb. Boya aytganimdek, mana shu bugungi oilam bu mani mehnatim deb o'ylayman. Ya'ni mani emas, bu yerda ikkinchi odam bor. Mani turmush o'rtog'im. Juda minnatdorman men u odamdan, mani qo'llab-quvvatlagani uchun. Ya'ni bizda bir-birimizni tushunmagan, bir-birimizni umuman eshitmagan paytlarimiz juda ham ko'p bo'lgan, lekin har doim ajrashaman, bo'ldi, kerak emas deb mana bu uzilish bo'lganida shu inson qadam tashlab kelib shans berdirdi har doim. Men bormasdim, lekin u kishi kelardi. Chunki oilamizni saqlab qolishimizga shu insonning harakati sabab deyman-da. Va doim mana shu narsaga intilardi, ya'ni hayotni yaxshilash, oilamizni yana ham chiroyli qilish uchun harakat qilardilar. Ana shu ikkalamizning harakatimiz asosida bugun mana shu oilamga erishganman. Bugun yashayotgan hayotim ham meni mehnatim sabab deyman. O'qiganim, Jahon tillari universitetini bitirdim, magistraturani bitirdim, farzandlarimni dunyoga keltirdim. Mani hayotimiz agar mana 23 yildan beri yashayotgan bo'lsak agar, oxirgi 4 yildanmi, 5 yildan buyon meni hayotimda meni yordamchim bor uyimda va men undan shunaqa minnatdorman. Chunki men uni qadrini bilaman. Chunki men shunaqa paytlar bo'lgan, bizda yordamchi olish sharoiti bo'lmagan. Sayohat qilish sharoiti bo'lmagan. Ya'ni uyga kelaman, dazmol qilish kerak, stilka qilish kerak, 3 ta bola bor, eplashim kerak degan narsa bo'lardi-da. Ya'ni ovqat qilish kerak, boshqa. Ana shu narsalardan o'tdim deb o'ylayman. Mehnatim va sabrim sabab shu narsadan o'tib, mana bugungi yashayotgan hayotimga qurilishiga va shunaqa hayotim bo'lganiga endi bilmadim. Avvalambor Alloh shuni berdi menga. Lekin o'sha shukur qilib, minnatdor bo'lib, har sekund, hatto tasavvur qilmaysiz, ichimda shukronalikdan shunaqa paytlar bo'ladiki, yig'layman. Mana shu yerimda nimadir tiqiladi, yuraklarim urib ketadi, ayollarga aytaman, ichimda milliardta kapalak uchayapti deyman-ku. Nima ekan deyishadi, tushunish, bu shukronalik kapalaklari. Kapalak qachon uchadi ichingda, qachonki shukronalikdan yuraging urib ketsa. Nimadir go'zallikni ko'rish mumkin. Masalan, o'sha deylik sharsharani oldida turganda 5 ta odam sharsharani ko'rishi mumkin. Kimdir shunchaki spokойно ko'radi sharsharani, kimdir yig'lab ko'radi, kimdir voydod deb ko'radi, kimdir shunchaki ну что, sharshara deydi. Ana shu yerda o'zingni holatingga bog'liq. Ichingdan Alloh rahmat ko'rsatding, yetqizding, voy men seni sevaman deb baqirib yig'lashingiz mumkin. Ichingizdan o'sha kapalaklar bir bo'lib ketadi. Yoki shunchaki ko'rib, ну что, men bundan ko'pini ko'rganman yoki bu nima qilibdi deyishim mumkin. Tanlov o'zimda-ku. Shuning uchun shukronalik ko'p narsa deb o'ylayman va ana shu yaxshi hayotni yashashni orzu qilamiz-ku har birimiz. Shukur qilish kerak. Har sekund yashayotgan joyingiz, uyingiz, hamma ota-onangiz, hamma narsani, hammani sevib yashash kerak, shukur qilish kerak. Va bilasizmi, hech qachon qadrsiz qilish kerak emas. O'sha boya aytganimdek, O'zbekistonni bu har gal vataningni yomonlaganingda, o'zingni yomonlayotganingni, o'zing qancha vataningga bo'lgan nafrating bo'lsa, o'zing ham shuncha ekaningni unutmasliging kerak. Chunki ichidan, qalbidan shukronaligi ko'p odam hech qachon vatanini yomon ko'rmaydi, vatanini demaydi, ota-onasini muhokama qilmaydi yoki turmush o'rtog'ini, yashayotgan, bitta to'shakka bosh qo'yayotgan odamini boshqaga chiqib, erim falonda, erim pismadonda demaydi. Chunki uni ichidagi shukronalik bunga yo'l qo'ymaydi. Deydi, erim har kuni yonimda deydi, nima uchun? Xo'p, endi qanaqadir xarakterdagi minuslar uchun yo'q, u bunga arzimaydi deydi. U meni bunaqa muhokama qilishimga, orqasidan bunaqa gap tashlashimga arzimaydi deydi. Odam avvalambor o'zini hurmat qilishi kerak. O'zining tanlovini hurmat qilish kerak. Shu turmush o'rtog'ing bilan shu to'shakda yotishni sen tanlayapsanmi? Shu yerda yotyapsanmi? Sev. Yaxshi ko'r, hurmatini joyiga qo'y, minnatdor bo'l, shukur qil. Shu uyda yashashni o'zing tanlayapsanmi? Qabul qil, shukur qil. Qancha ko'p shukur qilsang, hayotingda shuncha yaxshilik narsalar, orzularing, hamma narsa ko'payadi. Men bunga yaqqol misolman, mana yoningizda o'tiribman. Ana shu narsani shunga ayollarga aytaman, shukur qiling. Shukur mo'jiza. Chunki shukur qilgan odamda Alloh doim yonma-yon bo'ladi. Noshukur odam Allohdan uzoqlashib ketadi. Shunchaki Xudoni topa olmayapman, Allohni qidiraman, Alloh qayerda, bu deb masjidlarda, boshqa joyda qidiramiz. Qidirma, Alloh jon tomiringdan da yaqin o'zi aytib turibdi. Yoningda bo'ldi, faqat unga suyan.
undan so'ra, undan ortig'ini bo'ldi. Hech kimdan, hech qaysi biriga odamga нуждаться qilma, so'rama boshqasidan. Xudodan so'ra, bo'ldi, xayrlisini beradi degan. Ishdan ketdingmi, xayrlisi. Nimadir o'zgarmayaptimi, o'zgardimi, xayrlisi. Bo'lmayaptimi, xayrlisi. Xudo men bilan-ku. Yolg'iz emasman. Ana shu holatda yashash kerak deb o'ylayman va shu holatda yashashni har bir odamga tilayman. Rahmat sizga kattakon. Sog' bo'ling, sizga ham Juda rahmat bir, eshitganingiz uchun. chiroyli, unumli suhbat bo'ldi. Vaqtingizni bugungi kunda bilaman, ko'pchilikni eng qimmat narsasi bu aslida vaqt. Shu qimmat narsangizni ayamasdan biz bilan birgalikda o'tkazganingiz uchun sizga kattakon rahmat. Sizga ham rahmat. Manfaatli bo'lsin ilohim, xayrli bo'lsin. Va agar mana shu yerda gapirgan gaplarim kimnidir xafa qilgan bo'lsa, boshqaman uzr so'rayman oldindan. Nima bo'lgan taqdirda ham har bir insonga yaxshi hayotni, yaxshilikni va o'sishni, rivojlanishni tilab qolaman. Hech qachon shu yo'ldan to'xtamang degan bo'lardim. Rahmat. Rahmat sizga ham. Sog' bo'ling. bo'ling. Minnatdorman.